Assalamu alaikum. Dünyanın arkadaş yerlerindeki möhtürem vatandaşlar. Hemmeňlarga Allah'ın salamı rahmeti bolğay. Eýtiňler hem mübarek bolğay. Bugün programmanyňky riýasatçylygyň başlanýyşyny men bolap kaldym. Abdülaziz biraderiňki azarak zahmet bolup kaldy. Ýa-da şu ýurda inşallah. İlanda berilgendek bugün diqqatyňlarga hejge alakadar programmanyň dawamy bolgan Mescid-i Haram. Biz Mescid-i Haram dep köndük. Asli toğrusu atılışı Mescid-i Haram ve Haram ayla toğrusuda program boludu. Programını azı kadar talim kılıp atkan Ustaz Kerim Zahir Efendi ikramımızda. Esselamu Aleyküm, hoş geldin. Aleyküm selam, Eğitim mübarek. Birgi bolsun, rahmet. Eğitme. Musafir gaytonmayken de bir zamanlı bir şiir okugandık. Bağlan sıra eğitim uzaklaşıp gittiğine okşayımız. Şuna kılıp hecge alakadar mezmununki vezinin eğirliği hatalıklarının nayet köplük tüpeyleden destek programının beşide nurgun talepler bulansımı lekin insanların yani bizim bu Kur'an menbelik din düşüncesininki Uygur arsıda yeni başlanışı bolğanlygy üçün halkımızınki azim kılınmasını nazarda tutup bu programı keçirip en ahırda mecbur degidek bu temaga kirdik yana. 97. sanda turuptuk. İlgiri 96. sanının her birisi de Uygur tarihida devir bölgüç karakterlik fikirler, yeni düşünceler oturup koyulup geldi. Akıl egiler üçün nurgun ibretler ve talim terbiye uçurlar menbeler verildiğin oldu. Hecge alakalar ilgili mezmunda sözlengenini tekrarlaştığın gayet yok. Bugünkü mezmunda Mescid-i Haram ve Haram ayla hakkında toxtalagan bolduk. Zaten Mescid-i Haram hakkında ve zaten onun mukaddesliği nerede? Nemisi mukaddes deyimiz zaten kandak bir cay o. Onun ismi nemisi ulu. Onundaki ibadet ve günah meyisetlerinden başka yerlerden boğan farkı zaten var mı yok mu? Meselelerine ilgili kafirler ve müşrikler kiriş çeklengen deyilgen sözler bulungan bunun menbesi yoki asası var mı? Şundak boğan takdirde ve keyinki yakın zamanki mezgillerde Mescid-i Haram'ninki başkalarının mı sayar şekilde içiltilgenliki ve hatta Xitay tecavüzçilerinin mı u yerlerde video taktip özününki şu Kabe'ge qarab turib külüp yiyip mazaq qilib chiqib ketgan videolarini ko'rgan boldik. Yani bunun sebepleri nimenin alametleri bular. Qanday qilib ularni baralaydigan bo'lib qoldi. Meselelerimiz zaten ziyorat qilish buyurilgan bir amalmi? Ondan başka mesele Kabe, Safa, Merve, ihram bağlap giriş, Zemzem qatarlıq şununla alakadar mezmunlar hakkında tefsirli toxtalışqa ihtiyacımız var. Söz sizde merhamet. Assalamu aleyküm. Dünyanın qaysi joylarida hörmətli qarindoshlar, hammalarning o'tgan Qurban bayrami mübarek olsun. O'tganda masjid to'g'riliq to'xtaldik bir qor. Endi masjidlarning ichida Masjid-i Haram deb shu haramdagi masjidni ko'rsatadigan bir masjidniki ismi to'g'riliq to'xtalamiz. Ondan keyin Haram ayla haqida to'xtalamiz. Agar vaqtimiz yana eshib qolsa, hajji faoliyatiga munosabatli to'xtalishimiz mumkin, ammo oshmaydi deb o'ylayman. Bu ikki so'z bilan bugungi dars tamoman tugashi mumkin. Kelarki darsda inshaalloh şu hacı faaliyeti ihram deyimiz, şeytan taş etiş deyimiz, qartaşın suyu deyimiz, o hakaza nuru bulluğan o yerde nesler var. Onu endi birlep sözlep kelgen vaqtida yamancıq bir narsa chiqdi. Men şu dersni başlashning oldida qolgan ba'zi bir ibodatlarda 30-40%, 20%, ba'zi 50-60% o'zi qo'shilib ketgan bo'lsa sirtdan bu hacı faoliyatida, yani hacı munosabatlik narsalarda yana 90% qo'shilib ketishlik deb degandim. Shuning uchun 90% shakal, ya'ni axlatning o'zini orib, mana aslida mavti deb bo'lish biroz qiyin to'xtaydi. Shuning uchun kuchimizni yetishcha hozir shuni toza mukammal bo'lib ketmasin har holda bir
tunuşturup ötümüz. Ama davamlılık şu sahalı toxtuluş arqılıq onu mükemmelleştirimiz bağınca inşallah. Məscid-i Haram. Hem de bu yerde bu Kəbini hazırki vaxtda bütün Müslümanlar Kəbini Məscid-i Haram deb qaraydı. Hem de bu Məscid-i Haram degan sözün özünü bir düşünüp ötüş gerek. Bu bir atalgı. Məscid degan kelime itaat qilish o'rni, itaat markazi degan ma'noni bildirdi. Sajda deganning o'zi masalan Fasajada degan Qur'onda nurg'un oyatlar chiqadi. Sajda qilinglar degan oyatlar chiqadi. Ashuna hammasini nima desa bo'ysuninglar. Masalan daraxtlarmi Allohga sajda qiladi degan oyatlar bor Qur'oni Karimda. U nimani bildirdi desa va shamsu val qamaru yasjudan degan oyatlar bor. Ashuna hammasi oy, yulduz, daraxt to'g'riliqmi bor bu to'g'riliq Allohga, yani Allohniki tabiiy qonuniyatiga bo'ysunadi degan ma'no chiqadi. Shuning uchun bu yerda masjid ismi makon nimani bildirdi desa bo'ysunish markazi, ya'ni itoat qilish markazi degan ma'noni bildirdi. Harom degan so'zning o'zi cheklama degan ma'noni bildirdi bizniki tilimiz bo'yicha. Ammo turklar yasoq deydi ekan misol. Bu nima degan gap desa, ya'ni bir yerda yana haramdan iborat, ya'ni Makkadan iborat bir shaharning ichida qandaq ishlarni qilmaslik haqida belgilamalari bor. Masalan, u yerda fala rafasa vala fusuqa vala jidala fil hajj degan o'zi oyatlar bor. Buni biz shu haj faoliyati ni so'zlagan vaqtida nima qilamiz, ya'ni qayta takrorlaymiz buni. Ya'ni u yerga borgandan keyin u Makka shahriniki tuzumiga bo'ysunish degan bo'ldi. Ve jadal chiqarmaslik, boshqalar bilan o'z boshqalarni haqorat qilmaslik degandek o'zi bir tuzumlar bor. Shu tuzumlarning o'zi nima degan vaqtda buni harom deydi endi. Harom deganning o'zi yeydigan, ichadigan narsaga qartilgan narsa emas, o'sha yerda qilishga bo'lmaydigan ishlarni ko'rsatdi misolda. Shuning uchun bu yerda bu Masjid-i Haram degan bu ikki so'zni bir yerga keltirgan vaqtda nima bo'ldi degan vaqtda, ya'ni qonun chiqarish, yani insanlarniki itaat qilgan markazda qonun markazniki masjid deganning o'zi insonlarniki itaat qilish markazi bo'lsa, harom deganning o'zi harom o'zi nimalqi qonun degan ma'noni bildirdi. Bir tarafdan shu hozirgi ani qilinglar, ma'ni qilmang degan so'zning hammasi shu qonun yoki prinsiplarni o'z ichiga oladi misol. Çeklimeler, hem de uçuk nemesi tercümesi çeklimeler diye ma'noni bildirdi. Tüzüm ve belgilemeler de düşünsek bulam da. Çeklimeler desek bo'ldi. Şu udul tercümesi açlaq bo'ldi. Hem de bu yerda bir davlatda misol biz İstanbulga sayohatga borsak, İstanbulga Türkiye'nin qo'ygan o'zi nimalar bor hamda qonun qoidalari bor. O qoidalarga bo'ysunishimiz kerak. U yerga borgandan keyin o İstanbulning tuzumiga bo'ysunishimiz kerak. Qalaymaqanchilik chiqarmasligimiz kerak degandek ashaniki İstanbulni ziyorat qilgan inson ziyorat qilgan insonlarga bergan bir nimasi bor, qo'llanmasi bor. Hamma ya'ni shunday qo'llanmasi bor-ku. Ayaga beringlar deydi, masalan bir ko'lni qirlarga borsam nima Angliyaning o'zida, ammo bizning bog'chilarda bor, shunday qo'llanma bor. O qo'llanmada ko'lning ichidagi baliqni tutsanglar bo'lmaydi deydi-da misol. Tuzum qoid tuzumlar degan gap. Yana bu yerda kavob qilsanglar bo'lmaydi misolda, bog'chining ichida kavob qilsanglar bo'lmaydi. Bir narsani ekib yesanglar bo'ladi, uni axlatlarni bu yerga chachsanglar bo'lmaydi degandek qanday tuzumlar bor endi. Endi bu Masjid-i Haram deganning o'zi mana shu insonlarning itoat qilishi uchun tuzum chiqargan bir markaz degan ma'noni bildirdi. Mana shu aytgan vaqtida. Shuning uchun buni insonlar o'ylaydi, Masjid-i Haram desa, u boshqacha bir narsa kallasa bu sohadagi hukm aslo mavjud emas endi. U yani qoida yo'siniga bo'ysunadigan bir narsa deb undaq tushunmaydi. Bu Masjid-i Haramning o'zi hozirgi vaqtda faqatla shu nimani Kabe'nin özüne, yani haramning masjidini
insonlar Masjid-i Haram deb ataydi. Boshqa hech qanday yerdagi narsani bir Masjid-i Haram deb qaramaydi. Chunki u butunlay shu sinib ketgan bo'lganda endi bu masjidning o'zini o'tganki darsning o'zida shu masjid to'g'risida to'xtaldik. Bu masjid sog'anga hozir 5000 yil bo'lgan masjidki misol shu. Aşağıda Kabe. bizden atılıp köngen dersimizde Mescid-i Haram deyimiz çok. Ha. Haremge vardık deyimiz hem. Ha. Ama asli doğrusu Mescid-i Haram. Ha. Şuna mı? Masjid-i Haram. Masjid-i Haram hem şu onu Haram degan so'zning o'zini ma turkning tilida to'qinilmaslik degan bir so'zlar ishlatildi bularnikida. Bizda insonlar chekilsa bo'lmaydigan shunday muqaddas bir narsa degan bir ma'noga to'g'ri keldi. Shu Masjid-i Haram degan kelimadan u masjid alamet o'z bir ulug' masjid holatida mandaq bir ta'sirini berdi haram degan kelima. Mukaddes. Muqaddas endi insonlar unga chaqilsa bo'lmaydi, uni zoti nihoyatda endi shu ilohning o'rnida shunday bir endi ulug'lash lozim degan o'xshash shunday uni berib mandaq quchoqlab olsa, haram bo'lgan vaqtlarda ko'rgansiz balki mana shu nurg'un odamlar mandaq quchoqlab mandaq turib olib endi huzurlik ketadi balki menimcha. Aşağılıqı nima qaralatlarga eslib, ashundaq yig'lab, ashada endi ayndaq qilib keldim. Inson ashunchalik ojiz narsa ekanki, shu quruq toshdan endi o'ziga bir narsani tilaverdi endi. U toshdan uni hech qanday ovozim chiqmaydi, ya qilib bera, ya qilib berma, ya menga neri deydigan bir narsam chiqmaydi odatda. Ashunaqni. Ham bu yerdagi narsa nima degan vaqtda aslida u haqiqiy ma'nosini tushunmay turib ekan. Qarg'ulash cho'qinish. Misol bizniki vatanda, Tarim tarafda o'tganda bir degan esimda bor. Hajanam degan bir mazo bo'ldiganku. Hajanam degan mazoning o'zi u nimishqa qosibi hajanamniki hozirga desak, İbrahim alayhissalomning ayoli Hajar onaniki mazrimi shu. Hajar ona uni qo'yadi nimishi bor misol. Şunun namını satkan gepti. Şunun namıda aşağıya qilib bir pul tepish uchun, jambaq uchun bir 6-5 aşağıqi qarqosak desek, xahni aldashni biladi. Shu aldamchilar aşağıya nim qilib, ayndaq bir narsa deb xahni aldab yurganda hamda. Ashta o'xshash hamda inson hech narsa bilmaydigan, uningdagi ismi qarab lekin Masjid-i Haram desa ajoyib bir o'zi bir narsa deb o'ylaydi. Ammo bu undaq narsa emas. Bu masjid insonlarniki shu vaqtda misol İbrahim alayhissalom zamonida İbrahim alayhissalom aşağı sağğa vaqtida shu Qur'onning o'zida bor. Sen va'azzin degan shu kelim bel keladi bu. Sen o'z e'lon qilgin atrofdagi insonlarga, ular o'z uloq mingan holat piyoda bo'lsin, shunday keladi bu yerga. Ular o'zining manfaatlariga hozir bo'ladi, ya'ni o'zi aşağı kelib so'z-set qildi emasmi? Ticaret qiladi, unda bo'lgandan keyin foyda manfaat oladi, shuni hozir bo'ladi, shuni ko'rdi ko'zi bilan degan gap hamda. Shuning uchun o'zi nim qildi hamda. Shu vaqtning o'zida İbrahim alayhissalom shu chaqa degan bir eg'iz kelimani o'zi suiiste'mol qilib, insonlar hozirgi vaqtning o'zida butun dunyodagi insonlarni aşağı berish, chaqirishdan iborat bir chaqiriqni yo'l qo'yayotganda aslida bu nima degan vaqtda İbrahim alayhissalom bu masjid sog'a vaqtida, Kabani sog'a vaqtida u Kabaning o'zimi o'sha nimalniki, Sumerlniki, shu ibodatxonasining shaklida so'ralgan. Sumerlniki nimasini ko'rsa, asanati qilniki suratlarni ko'rsa, shu Sumerlniki ibodatxonasi shunday egizligi nima shu Kabaning shaklida. Kaba deganni aslida ko'p deydi, biz küp demdik bunu. Küp. Bizim küp elqibi küp bo'ldi-ku, anda küp desek, su quyup shunga o'xshab ketgan narsam degan gap. Bu bizniki jumbuloq. Lekin 4 jasmaning o'zi egiz. Küp. Bu nima o'zi bunday sal tar, lekin egiz. Shu Kabaning o'zimi taxminan 15 metr atrofida keladi, shunday uningdan egiz miqdor ya. Ancaq egiz narsa ekan. Narsim yo'q. Kengligi unchalar keng emas, misolda egizligi kengligidan egiz misol. Ancaq turdi endi.
Şu Sümer'deki hem İbrahim Aleyhisselam şu yer yaşayan adamlar olgandan keyin aşağıdaki şu kaydı boyunca o öyle selep aşağıya kılgan ki ama o yerin özüne şu etraftaki insanlar aşağıda bir özü başkuruş ornu kuruş u yerge ve insanlarga anı kılınlı manı kılmalı dep şu yerdeki insanları idare kılış merkezinin özüne ve idare kılış için u yerdeki bayıkı degen okşaş kanun prensip yani özü kanun kaidelerinin özüne tüzüp çıkırgan bir öğüt kıganlığının özüne Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetliğe asasen aşını bildirdi. Bu onun için veya da şu 5. yıl dep gelişimini sebebiyim diye vakıda İbrahim Aleyhisselam aş önü sağlığı 5. yıl boğan boğsumu fakat etrafındaki insanlar o Kabe'nin özüne ziyaret kılıyor. Mesela Mekke, Medine, onun etrafı Taif, Deymiz, aşağıda bir tip turga 5-600 metre 5-600 kilometre dairedeki insanlar yani ziyaret kılan ama onun sırtındaki mesela İbrahim Aleyhisselam'ın balısı İshak Aleyhisselam olsun, onun nevrisi Yakup Aleyhisselam olsun, hiç kalsın uyaya ziyaret gelgenlik doğru hiç kadar bir ayet yok. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, ulanın kavimleri mesela, ulanın ümmetlerinin hiç kadar bir insanlarını ki Kabe'ni ziyaret kılış doğru hiç kadar ayet yok. Nima uchun degan vaqtda ularniki Kabe'ni ziyorat qilish qilganligi haqidagi oyatning bo'lmasligi ular har birisi o'ziniki shu rayoniga u xalqni boshqarish markazini shu yerga qurgan. Masalan, o'tganki darsda dedik, Musa alayhissalom Misrga bir o'yni selib, shu yerda Bani Isroilni qanday qutqizamiz? Shu yerda maslahat qilib, ani qilsak bo'ladi, mani qilsak bo'lmaydi deb shu yerda o'zi qonun qoidalarni chiqarib, shu nimalarga jamoat erbapları bilen biz jigit ve şidemdik o. Aşna uğraşın bilen adamlar bilen bir yer toplaşıp o halkını kandak kutquzumuz, qarşı qılsaq to'g'ri oldu, qarşı qılsaq xata oldu degandek maslahat qilib aşna o'zi insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun selingan öy. Musa alayhissalomning davrida hem İsa alayhissalomning davrida nima? Davud alayhissalomning davrida sanmoqchi yok. Keyin Sulaymon alayhissalomning davrida o'zi aşı Baytul nima? Süleyman ma'badi deydi onun özüne. Hazır Beytül Mukaddes o'rin deb qaraydi hamda aşağıda bilmaymiz uni aniq. Lekin aş doirda endi. Süleyman alayhissalom shu yerda bir o'yni soladi, ashni bilan u podshohlikni ash o'ydin nim qiladi. İdare qiladi. Xudo Sultan Süleyman aş To'qep Sariyda turib aşu Osmanlı imperiyasini idare qilgandek bir ish hamda. Hozirgi Amerika Aqsaroyda turib idare qilgandek bir gap hamda. Bu muşu noktaları hemmesine düşengen vaqtida bütün peygamberler Kur'an-ı Kerim'de zikir kılınan peygamberlerden 25 peygamberniki birisi bolgan aşu İbrahim Aleyhisselam sağan ve onundan keyin u yerni ziyorat qilimi o İbrahim Aleyhisselam'ın kip tuğanlığı tilga ilinmaydi. Kelgen degan so'zlar bor. U yerda atayın ziyorat qilib kelganlik haqidagi ma'lumotlar yo'q. Peygamber Aleyhisselam'a hicretning 8-yilisiga kelgan vaqtida nimani Mekkeni fatih qilgan vaqtida shu Mekkani fatih qilish sababidan u yerni ziyorat qildi. Kelarchisi Abu Bakrni avatgan vaqtida u yerdagi Mekkani ishg'ol qilib turayotgan Abu Sufyon boshchiligidagi u yerni kontrol qilgan odamlarni kontrolni qo'ldan elib olish uchun o'zi nimaning o'zini Abu Bakrni boshchi qilib avatdi u yerga. Shu yildan boshlab u qolganlar u yerni idora qilish uchun u Makkaga kirsa bo'lmaydi degan Qur'oni Karimda unda oyatlar bor misolda. İdare qilish uchun kirsa bo'lmaydi u yerga. Ammo o'zi u yerni ziyorat qilish va hokazo ish hech qanday cheklangani yo'q. Buning uchun u yerga faqat lekin nima iymon etgan emas, musulmon bo'lgan. Ya'ni o'zi iymon etsin, etmasin, islom prinsipini qabul qilgan har qanday odamlarni kira oladiganligi, u yer buzg'unchilik qilmasa Qur'onda bor-ku. Fala rafasa va la fusuqa va la jidala fil hajj deydi masalan. Ashani ziyorat haj degan ziyorat qilish degan gap. Aşağıya ziyaret kılış jarayonida bir odamni haqorat qilmasdan, pishni fasod termasdan va jadal chiqarmasdan tinch aman kelib, qo'ng'ini qisib, tinch aman o'zini yutib qaysi bo'ladi degan gap ham. Gapni undaq nimasini desak. Ashundaq o'zi ma'noni bildirdi. Shuning uchun bu yerdagi Masjid-i Haram degan ikki kelima haqida to'xtalgan vaqtimizda bu o'zi butun dunyodagi insonlarni yoki butun dunyodagi men musulmon degan insonlarning o'zini tamoman birga keltirish maqsadida selingan uy emas ekanligining o'zini Qur'oni Karimdagi butun payg'ambarlarniki
hayotini va ularning ummatlariniki ashak haj qilish uchun yoki kelishganmaslik yoki ashak qarab namoz o'qimaslik ishlarining hammasini Qur'oni Karimdan biz o'zi tahlil qilib chiqqanimizda bu butun insoniyatniki markazi emas ekanligining o'zini, shu atrofdagi insonlarning markazi ekanligining o'zini buni bildiradi degan gap. Qiblaning o'zida shu nimaniki Makkaning atrofidagi insonlarning o'zini sizlar o'sha atrofda o'sha atrofni qayerda bo'lsangiz shu Ka'ba nima Masjid Haram taraf qarab namoz o'qing deydi. Yana uning oxirgi oyatida Mashriq, Mag'rib hammasi Allohniki. Qaysi taraf qarab o'qisangiz bo'ladi deydi Qur'on. Buning o'zidan nima degan vaqtda u atrofdagi insonlar hokimiyat ashada bo'lgandan keyin ashqa qarab o'qisa degan ma'no chiqadi. Boshqa yerdagi insonlar cho'lsa qayoqqa qarab o'qisa bo'ladi degan ma'no chiqadi. Eğer öz kerak bo'lsa o'ziniki nimasiga itoat markaziga qarab o'qisa bo'ladi degan ma'no chiqadi. O namoz o'qishning o'zimi asosan nimada u ko'pincha yerida nima bo'ladi degan vaqtda insonlarga va'z nasihat qilish, insonlarni yaxshi tarbiyalash, markazini hokimiyatni kuchlantirish uchun hamda markazga itoat qilish va hokazo ishlarni o'zini tushuntiradi insonlarga. Mana shunday bir narsani bayon qiladi. Qur'on ko'pincha yerda namozniki zikrning o'zi zaten oxirsida keldi. Shu zikr degan kelimaning oxirsida insonlarga nasihat qilish haqida keldi misolda. Shu so'z jumlaning o'zidami ular nimqandan keyin namozni o'qib bo'lgandan keyin nimalqi ya ayyuhallazina amanu ya iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi va zarul bay' zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun degan oyatning o'zida aşağıdaki zikri, nasihatni qabul qilish uchun kelgan gapda, nasihat anglash. Chunki u vaqtda radio yo'q, televizor yo'q, gazeta jurnal yo'q. Berib bilim egallash uchun shu markazga berib, shu yerda u odamning gapini tinglab, ishmayadi, mayagichilik deb u yerda bilimni ayndaq egallaydigan zamon endi. Hozir to'g'ri egallasak bo'ldi-ku. U vaqtdagi sharoit ashunga nima qiladi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda birinchidan bu Masjid Haramniki bak o'zi nihoyat ulug' qilinib ketishiniki sababi bu haram degan kelimani joyida ishlatilganlikdan bu haram deganning o'zi to'qinilmas arab turklarning gapiga. Bizda endi nima deymiz shuni aniqlaymiz. Tekkilinmaydigan. U endi endi nihoyat muqaddas bir o'rin degan ma'noda endi shu nihoyat ulug' bir yer degandek-da yoki. Onun ya o doğru yaklaşık olmaydıgan ya onun özü bir nesini maddi neslerden zarar veriş olmaydıgan şunda maddi manevi onun hiç kandak tegişli olmaydıgan bir uğrun diye mandak manat düşünüyorlar. Şöyle geldi bütün insanlar onu bek uluk uğrun aşağıda ölüp geçse aşağıya kitiyet ölüp geçse aşağıya pul kaçırsa kat soğuk olup derler mandak nurgulluğun nimalarni o'zi kallasi qachilib olgan zaten bu mollimi uni ashunda iz uchirib etgan endi. Shuning uchun bu yerdagi bizni tushunayotganimiz nima degan vaqtda Payg'ambar alayhissalom zamonasida insonlarniki o'zalki itoat qilish markazi qatorda bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyin zaten shu Makka Madina shu nimaniki davlatniki markaziga yana birisi diniy markaz olsa bir siyosiy markaz holatda shunday o'tgan endi. Keyin nima Muaviyning zamonasiga kelgan chog'da Makkani yana haramni yo'tkab, haramni haram joy qilib qolsin, lekin o'zi shu hozirgi Baytul Muqaddasning o'zini haram qilib, insonlarni ashiyani savob qilishga buyurgan. Misolda uniki bir tarafdan qarasak, bir dinni buzg'unchilik qanday ko'rinsimi, amaliyotda u odamlar Qur'ondagi shu narsalarni tushungan odamlar ekanda shu vaqtda. Tushunganligi uchun o'zining hokimiyat nerede olsa shu yerdagi hokimiyat belgilab bergan yerni yerda harakat qilish insonlar buning o'zini yo'l qo'ygan. Bu asli xato emasligi ashyadan chiqadi endi. Yana bir Qur'ondagi bir oyatda yuzingni Masjidil Haramdan nima tarafga ya astagfirullah. Baytul Muqaddasning haramga yuzingni işte bu oyat nima qildi? Qiblani o'zgartirishga alohida bir oyat bor.
Uningdagi Bunun muddağı nima nimada? sizlar yuzingni u haram tarafga qarab qilgan yaxshilik qilgan emas. Yaxshilik degan Allohga ishonish, yaxshi ish qilish va hokazo degan oyatlar bor. Ha. Shu man amana billahi vel yevmil ahir ve aqama salata ve ata zakata fe hallu sabilahum degan ash oyatning o'zida nima deydi desa, u mashriq mag'rib taraf qarab o'zi namozni o'qib qo'ygan u yaxshi qilganlik emas u. Uni yaxshi ish deb hech qanday o'zi. Ya, Amal o ibodat ayet u yaxshi başka. ish qatoriga kirmaydi. O ayet başka. O ibodat boshqa, ibodat o'zi amal emasda u. Ha. Lekin ben adım bak kıblık alakadar soğuratkanlar mı? Alakı yüzünü mayandan ayağına karatınlar deyip aşında aranlardaki insanlardan ki bazılarına ne kılışarak nifak var insanlarını ayrış üçündür diyerek bir ayet var. Ya u yerdagi hamda Alloh ishongan inson Alloh qatirib qarsang bo'lib desa shu taraf qariya oladi degan gap hamda. U Allohniki buyruqqa bo'ysunadi. Uniki iymoni bo'lganligi uchun Allohga ishonchsiz bo'lganligi uchun ular buyruqqa bo'ysunadi. Uniki o nimada Allohning buyrug'ini talashtirib chiqmaydi degan gap. Ham ishonmaydiganlar desa bir mazgil matrab qarab namoz o'qiganchada unaqa ma'qul deb nima qilgan bo'lsa, matrab qaraganda qanday gap bu? Deb unidagi putoq tepib, lekin yo'ldan chiqargan ishlar bo'ladi. Ammo Alloh ishongan odam bunday qilmaydi. Qatirib qarab namoz o'qisa, zodi Alloh uchun o'qisa bo'ldi u degan ma'no chiqadi bu oyatdan-ku. Mana. To'xtab qoldimi? Yok ben ortada ben avazını bir tekşir bakasla ünqiyasla. Hozir xili Ahmadcha aytgandan ovoz xili suzuk kelyotidi. Ha. Bek gajguzchi. Şu bu yerda bu ishqital kelimani Masjidil Haram degan bu kelimaning o'zini qa vaqtida Qur'onning o'zidimi va likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu degan o'sha oyat ikki yerda keldi bu oyatlar. Bundaq bir oyatlar bor hamdi. Har bir millatga bir mansakning o'zini qilganligi. Mansak degani urf odat degan ma'noni bildiradi. Urf odatni qilganligi u urf odatga o'zi urf odat nimasida, doirasida insonlar Allohni yani bir mushuni keltirgan yani bir oyatning o'zida Allah'ını şu örf adet içinde zikir kılıyordu degan ma'no chiqibdi. Ma'noni bildirgan nimalar vardı. Bu nimani bildirdisa, masalan, her bir millatniki o'ziniki muqaddas bildigan bir o'rinlari bor. Bizning tariximizda Türkiye millatlarniki tarixida masalan shu nimalqi o'tgan deydigan-ku, shu burunqi shu markaz, shu o'tganni markaz qilgan bütün özü Türkiye milletler özünki manevi ruhi uzuqini aşı ötükendan aldıgan gap. O yerdeki mesela uluklarını nemisi olgan, ah olgan, köh olgan dep nurgulgan. Mesela ma o yapılmış samuray ruhi degandek, ötüken ruhi degandek aşındak narsalar bizde burun bolgan. O narsa nimani bildirdi her millet özünün milli ruhini saqlab qilish ve onu davamlashtirish uchun bir narsa barpo qilgan shu vaqtning o'zida. Xuddi shunga o'xshash bu Arabning nemisimi? Bu Masjid Haram degan bu iboralar shu vaqtda Arabniki markaziga aylangan. Ham u yerda Arab nima qilib degan vaqtda o'ziniki milliy ruhini, Arab milliy ruhining o'zini tirildirish, ya birlik keltirish uchun bu bundaq bir narsa qo'llanishga to'g'ri kelgan gapim. Hozirgi davlatniki markazdimi bir tilni bir yerga keltirish, madaniyatni bir yerga keltirish uchun hukumat shuni kuch chiqargan o'xshash bu markaz ashunga o'zi insonlarni yetaklaydigan gap. Şununla bu yerde Mescid-i Haram dese o başka bir narsa düşünmeslik gerek. Bu yerde insanlarını başkuruş için kanun tüzüm çıkarılan bir organ dese o nayet doğru oldu. Şu vakitte o insanlar kadar oldu ya vakitte o haremnin mescidde etrafındaki kabilenin çoğunları kilip şu yerde özü ne kıldı. Tüzümle çıkarılan gap. Bir yıl mandak ticaret kılımız falan vakit oruç kılmayı işkinci nemesi değmez aşine. Maşın narsalarning hammasini chiqargandan keyin insonlar shuning ostida o tuzumlarni har yerga tarqatgandan keyin shundaq o'zi bir yil mandaq qaror elindi degandan keyin insonlar shundan qarta ish qildigan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Masjidil Haram degan so'z
insonlarni boshqarish uchun andaq qoida prinsip chiqaradigan bir markaz degan ma'noni bildirdi. Men bayat masıl degan oyatlar mayda bor. Kömin haysu xarajta favalli vajhaka shatral masjidil haram va haysu ma kuntum favallu wujuhakum shatra li alla yakuna lin-nas alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati alaykum va la'allakum tahtadun degan mush oyatning o'zidimi Masjid-i Haram tarafga qarashning o'zini, aşağıya endi qarash deganni yuzingni ash tarafga burangli degan so'z davomli ash tarafga qarab turingli degan ma'noni bildirmaydi. Ash tarafga itoat qilishni bildiradi. Chunki u qonun prinsip aşağıya chiqadi. Aşağıdan chiqqan qonun prinsiplarga itoat qilish degan ma'noni bildiradi. Itoat qiling degan ma'noni bildiradi. Yana mana bu Sura Baqaraning 177-oyatida ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Yani şu ahırgıçılık muş ayetinin özümü yüzünü meşrik mağrib qartib qo'yganlik, o taraf qarab namoz o'qib qo'yib, ma taraf qarab namoz o'qiganlikning o'zi bir yaxshi ish qilganlikqa kirmaydi. Qur'onning nemasi. Chunki u ibodat yaxshi ish emas, faqat ibodatni bildirgan nima. Yaxshilik degan nima degan vaqtda Allohga ishonish, oxiratga ishonish, malaikalarga ishonish, kitoblarga ishonish, payg'ambarlarga ishonish va atal mala ala hubbihi. O'z yaxshi ko'rgan mollarning o'zini kishilarga xayr ihson qilish. Zavil qurba, yani yaqin urug' tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga, yo'lda o'zi pul tugab ketgan o'zi yo'lovchilarga, soillarga va firriqob qul ozod qilishdi endi u vaqtdagi nimada va iqomat salat va yordam qilishdi, ya'ni hamkorlashishda ishiltish va atavuz zakot deganning o'zi mo'shniki nemasi yana zakot berish yana bu yerda. Val mupun bi ahdihim va'dasiga vafo qilish va nima qilgan vaqtda kelishim tuzgan vaqtda kelishimga vafo qilish, qiyinchilik sabr qilish, jafoga chidash. Mana mushuning o'zi bu nima degan vaqtda yaxshi ish qilganlik deb Alloh taolo buni ataydi. Chunki u nurg'un insonlar va kechida namoz o'qiyotgan, 5 namoz o'qiganni yaxshi ish qilganlik deb qaraydi, yaxshi amal deb qaraydi. Qur'on uni yaxshi amal deb qaraydi. Amal deganni amaliyat qilgan ishga qartildi. U ibodat amal emas u. Shuning uchun bu ibodat bir odam Allohga ishongan bo'lsa, o'sha yuqorqi Allohga, payg'ambarga, kitoblarga, oxiratga, malaikalarga ishongan bo'lsa, u ishongan odam namoz o'qisa bo'ldi, ro'zasi bo'ldi, bu o'z ibodat hisoblanadi. Ammo bu ibodat hech bir zaman amal hisoblanmaydi. Ibodat boshqa narsa, amal boshqa narsa. Amal deganning o'zi boshqa odamga yaxshilik qilish, uning o'z iqtisod jihatdan yoki hech bo'lmasa ilmiy jihatdan bir yaxshi bir maslahat ko'rsatgan bo'lsa, bunday o'zi ishni qilish, buning o'zini nima deydi desa, yaxshi ish qilish deb ataydi Qur'on. Asli aşı silbati degan aşı ibodatlar, aşı emellerini qilish uchun odamni hozirlik, shuni hozirlaydi-da, texmi yaxshi qilish uchun. Bu ibodatdagi maqsadi zaten Allohga bo'lgan samimiyatni ko'rsatishdan boshqa bir hech qanday narsa emas. Shuning Qur'onda namoz o'qish degan nima qilgan vaqtda aqimis salat degan vaqtda uni oxirida lizikri deb qo'yilgan. Namoz o'qishning maqsadi nima desa, Alloh taolaning qoida prinsip, Alloh taolo insonlarga tushirgan qoida prinsiplarni xotirlash uchun, esiga elish uchun u namozni o'qiydigan gap. Misolda uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, uni xotirlash amal hisoblanmaydi. Uni xotirlash hisoblanadi. Uni amalga oshirgan vaqtida, amaliyotda qo'limizni tutib qolgan vaqtida u amalga aylanadigan gap. Shunga Qur'onda masalan val asr surasida val asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu va amilus solihat. Amanuni keyindan iymon keltirgandan keyin uni o'zi iymon keltirgan odamlar u yaxshi ish qilganlik bo'ladi demasdan yaxshi ishni ham oxirida takrorlaydi Qur'onchi. Chunki iymon keltirish, ibodat qilish u ayrim bir narsa, yaxshi ish qilish ayrim bir narsa degan.
Yani emel bir maksat, gaye, o alık ibadetle o bir vasıta alık şunu yitidigan desek doğru olan da. İbadet hem de aşıdan sen bolup deken ki biz misal devletniki nemizde mesela hazır biz Angliyada yaşayapatımız. Yolda biz maşina haydap ketayotgan vaqtda yo'ldagi qonun prinsiplarini, qonun tuzumlarining o'zini qarab mayli 20 mang debdimi, 30 mang debdimi, ma yo'lga kir debdimi, kirsang bo'lib debdimi, kirsang bo'lmaydi debdimi misolda. Hmm. Odamni o'tilgan yerda yeri var mesela. Odam o'tayotgan vaqt to'xtamdiq, to'xtamamdiq, ash narsaning hammasi niki qonun tuzumlari var. Mesela şu tuzumlarga bo'ysunish, shuni xotirlab kallasida tutib menish o odamning vazifasi degan gap. Bu namoz o'qishdagi maqsadni Alloh taolo ashtaq bayon qilganda, namoz o'qishda Qur'on o'qildi emasmi? Aha. Qur'on o'qilgandan keyin Qur'ondagi Allohning prinsiplarini insonlar xotirlash uchun uning o'zini o'qiydigan gap bo'ladi. Degan gap endi. Anaqa vaqtida. Şoňa salat kelimesiniki faqat namazla emas, bu ýerde nurgun ýerde misal inna salata tenha anil fahşai vel munkar degan aş ayetning özüdimi? Namaz deganning özü nima desa, kishilarni yaxshilik borib, yomonlikni to'sishning o'zini uchun namoz deb bayon qilgan Qur'onda. Demek salat kelimesi mayli moddiy jihatdan bo'lsin, mayli ma'naviy jihatdan bo'lsin, insonlarga yaxshilik qilishning o'zi hammasi nima desa, salat. Yani kishilarga bilim o'rgatish, kishilarga yaxshi o'z maslahatlarni berish, masalan ma'naviy jihatda, moddiy jihatdan bo'lsa, masalan iqtisodiy jihatdan yordam qilish yoki ko'tarolmagan narsani ko'tarib berish, yoki salomga o'ylari bo'lsa, birga o'zi nima qilib yordam qilib unga o'ysatib berish degan o'xshash nurg'unlagan narsa bor. Bunun hammasi nima desa, salat kelimesiniki turlari kiradi. Misalda, buniki eng tövini, eng o'zi insonlarniki hamda shu qilolmay qo'lni hech qanday ish kelmaydigan odamning qildig'ini faqatla shu namoz o'qish bilan bo'ldi. Namoz o'qish bir odam masalan kallasida ham Allohning shu prinsiplarini xotirladi, ham bir odamga yaxshi ishlarni qilib berdi. Bu odamlar natijasi yuqori bo'ldi, chunki amaliy ish qilgan odamlar bo'lganligi uchun. Hem unda qishli qo'ldan kelmagan odam bu yerda o'ltirib namoz o'qigan bo'lsa, u vaqtda u odamlarga savob bo'ladi. Chunki u namoz deganning o'zi qilsa savob bo'ladigan, qilmasa gunoh bo'lmaydigan bir ibodat bo'lgandan keyin, qilmasa jazosi yo'q, undaq ibodat bo'lgandan keyin u undaq nima qilgan gap. Shunga Qur'onda masalan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun va yamnaunal maun degan oyatning o'zidimi? Ashalik salat kelimasi yetim yasirlarga yaxshilik qilishni buyurdi misolda. Yaxshilik qilishni salat, ya'ni yaxshilik qilishni to'sqan odamlarning holiga voy deydi musalli degan fawailul lil musallin degan oyatning o'zi. Shunga bu yerdagi masala nima degan vaqtda yaxshi nima ibodat bilan amalni bir-birisiga aslos solishtirib bo'lmaydi. Ibodat u amaldan natijasi to'van turdi. Uniki natijasi zaten to'van turdi. İbadet deganni ibodatni qilib ham amalni qilish bu nihoyat yaxshi bo'ladi. Agar u ibodatni qilolmay, ba'zan hamda ro'zdan boshqa namoz o'qish ibodatni qilolmay, u Allohningki qoida prinsiplarini o'zini Qur'onda ko'rsatgan qoida prinsiplarini esida ching tutib, yaxshini qilsa, yana bo'laveradi degan gap. Chunki Qur'oni Karim nima deydi desa, Sura Baqarniki 5-da bir oyatlar bor. Misol nima deb oyat? Allohga va oxiratga ishongan oyatning nimasi shundaqda? Oxiratga ishongan va yaxshi ishlarni qilgan odamlarga falahum alayhim va lahum yahzanun deb tugaydi oyatchi. Ular qo'rq qayg'urish bo'lmaydi, ya'ni jannatga kiradi degan gap. Nima? Nima? Mu'minlar yana mu'minlar, Yahudlar, Nasaralar, Sabiylar deb ve Sabiyine deb ahirde men amene billahi vel yevmil ahir deb aşı ahirde geçi aşı ayetini okusa yani Allah ahiret günü işengen Yahud, Nasara olsun, mu'minlar olsun hemisi diyorsa yaxşı işini kılsa o adam cennet girdi. Çünkü o fakat iman etip koyup onundakini öz namazını okup koyup lekin yaxşını kılmagan bolsa o hiç qandaq narsa yaramaydigan gap. Zaten o ameliyat insanın hiç qandaq işini hal qılmaydı bu ibadetçi. Şunun bu yerde Kur'an'da ne deyip dese
ibodatni qilmanglar demoqchi emas. Bu yerda to'g'ri tushunish kerak insonlar. Bu ibodatniki Qur'onda masalan namozniki hech qanday jazosi yo'q. Qazosini qilish yo'q Qur'onda. Bu nimani bildirdi desa, qilsa yaxshi bo'ladigan, qilmasa u gunoh bo'lmaydigan ish ekanligini bildirdi. Hajning o'zimi jazosi yo'q, ham qazosi yo'q. İşler misalda. Shuning uchun buni demakki qilsa gunoh qilsa o'zi yaxshi, ammo qilmasa hech qanday gunohi bo'lmaydigan bunday ishlar. Ham ro'zaga kelgan vaqtda ro'zani tutmasa bo'lmaydi. Eğer og'riq bo'lmasa uni tutish kerak. Eğer tutamasa o odam qazosini qiladi. Yoki olmay tutmagan bo'lsa, qasddan tutmagan bo'lsa, odam uning jazosini o'taydi. Har kunlik ro'za uchun bir miskinga bir vaqt tomoq berish orqali degan gap hamda. Şoň bu yerdagi Masjid-i Haram degan shu ikki kelimaga to'xtalsak, hozirgi vaqtda uni butun insoniyatga emas, shu Qur'onniki o'z vaqt tushirilish o'rnimi Makka va Makka atrofidagi insonlarni ogohlandi degan o'zi Qur'oni Karimdagi oyat va surasining 5idagi litunzira qawman ma unzira abauhum fahum ghafilun degan oyatga asosan sen ota bobosiga hech qanday o'zi ogohlantiruvchi kelmagan shunday bir qavmni sen ogohlantirsa deb shu arab xalqini payg'ambar alayhissalomga mushlarni ogohlandi Qur'on orqali deganning o'zidan o Kabe yani Makka yani haram deymiz hozirgi vaqtda haram aslida yig'ib aytgan vaqtda shu haramning atrofidagi shu yerda 5-600 kilometr kelgan doiradagi insonlarniki hozirgi vaqt Saudiya Arabiston hukumatiniki yani Saudiya Arabiston doirasidagi insonlarniki haj qilish markazi ekanligini asli Qur'on shunday bildirdi. Chunki o Saudiya Arabistonniki nimasi hamda u yerning o'zi. Shuning uchun bu yerdagi ziyorat qilib ham ko'rib kelaman andaq payg'ambarni tug'ayga deb bo'lsa, balki bu yer nurg'ulg'an o'zi yaxshi narsani ko'rishi mumkin. Uning o yaxshi narsani ko'rish orqali balki savobga erishishi mumkin. Ammo bu yerda ba'zan gunoh bo'ldi deb biz hech qanday bir yer degan yerimiz yo'q demaymiz. Ammo buning o'zi Qur'oni Karimdagi shu butun 25 payg'ambarlar va 25 payg'ambarning ichida masalan Odam alayhissalom, o Nuh alayhissalomdan chiqarayotgan vaqtda İbrahim Aleyhisselam'dan başlap onun tövündeki peygamberliği hiç birisiniki o Kabe'ni ziyaret kılışık kemmegenligi. Onun ümmetlerden hiç birisiniki o Kabe'ni ziyaret kılış için kemmegenligi o Kur'an-ı Kerim'de enek durdu endi. Nima uchun ular kemmeydi şu vaqtni o'zi? Mesela bütün insaniyetniki hac kılışıga selingan bir öy olgan bolsa, ular onu bilmemdi o peygamberler. Nahayet yaxshi biletdi. Çünkü ular özüniki bir yaşagan bir yeri var, u yerga bir öy selip hükümet üye. Selip şu hükümet üyede insanlar şu etraftaki insanlarını özündeki dairesindeki insanlarını aşağı idare kılış için öy sağan, şu yer idare kılan. Yani bu Mescid-i Haram degenin özümü aşına koş bir öy diyen gep bana şekilde vardı. O vaxtda ne oldu dese her bir millet özündeki bir özü siyasi merkezi oldu diyen gep o siyasi merkezge itaat kılış o milletniki mecburiyet olduğun gap. O vaqtda o milletniki milli kimligi, milli medeniyeti hamma sohadagi narsa yo'qmay davom qiladi degan gap. Ham bizda shu sohada nihoyat ojiz kelib o'z vaqtidagi ota bobolarimiz, ajdodlarimiz shundoq nim qilib shu butun Turkiya millatidagi markazi qilib ruhiy uzuqini oldigan markaz qilib shu o'tganning o'zini shunday belgilab shunday qilgan vaqtning o'zida ashani tashlab etib u yerga hozir Tonyuq mango teshi deymiz, mo'yinchur mango teshi deymiz, ashuna nurg'ulg'an o'zi mango tashlar bor. Shu mango tashlarni hozirgi vaqtda masalan Uyg'urlarning ichidan 10 mingda desak bo'ldi, 100 mingda bir Uyg'ur berib ko'rdim bilmaymiz. Misolda ular u yerda bizga qanday xotirlar qoldi. Misolda ajdodlarimiz shu vaqtni tashqi uyib, shu falon tustan bizning dushmanimiz, bularning bunday hiyla mikrlar, bunday hiyla mikrlar va siz buniki nemisiga tushmanglar deb maxsus bizga nasihatni qoldirgan narsa ashadi bor. Misolda bir odam Kabe'ga Makkaga borsa, haramga borsa bunday nasihatni topolmaydi u yerda. U yerga berib bizning nasihat erishimiz tamoman mumkin emas bir narsada. Shuning uchun bu yerlik narsa nima bo'lsa, har millat o'ziniki muqaddas biladigan bir o'rni bo'ldi degan gap.
Şu o'rinni ziyorat qilish u millatga nihoyat to'g'ri bo'lgan gap, to'g'ri bo'ladi degan gap. Agar o'zi butun insonlar shu Kabening o'zini hozirgi vaqtda shu Masjid Haromni ziyorat qilish farz bo'lgan bo'lsa, boyaqi degan gapga masalan 25 payg'ambarniki ummatlari u payg'ambarni nima uchun ziyorat qilmadi deganga savol tepish kerak. Javob tepish kerak bu yerda. Bayatın o nimadan Aqsadan Mescid-i Haramga kıblini özgertilgenlikle alakadar ayet doğrusu soğuğandım ben. Sizler beşeri düşendeşlerde şu etraftaki insanların başkurulduğun bir organ misal yani şunu temsil kıldığanlıkında bir tepketli o kıblı manasında. Yani aşağıdaki Peygamber Aleyhisselam belirgen Mescid-i Aqsadan Mescid-i Haramga yüzlengenligi yani kıblının buralganlığı adı sizde aytgan sözünü yani delilleydi ekan. Aslında bize adetlengen şekildeki düşünüşümüz başka da. Elbette. Emniyette o şu özanın komandanlık ştabı ne? Sen özanın merkez kıldığı ya göksen yani şu yani merkez kıtırıp komandanlık ştabı belgelesen boludu diye mana çıkır ki hazır. Elbette. Aslında doğru şu ki ne? Hem bizde Araplar öz vaktinde 500 yıl muş Araplar besmele muş o besmele maqatlardı mı? Ay davamlıq dinni aşındaq öğretken boğaşqa milletning hammasi aşyan ulug'laydigan o'ziniki qudsal narsalarning o'zini unutib ketgan bunday bir holat shakllanganda bo'lmasa bizniki masalan Atishda Sultan Bo'raxonning qabrisi bor. Aşağıda Odal degan yeri var. Odal degan ordu aldı degan gap kende asli. Aş padişahınki ordusuniki aldı. Misalda bizga aş yerler nayet ulug' endi mana qavaqatjo. Aşu bizdeki mukaddes yerlerimiz aşağının özünü unutmaslık, aşağının unutmağa vakti ne oldu dese Uygurlardaki milli ruh devamlılık tirik durdu diyen gel. Kavaklıda. Yani nurgun yer var bunda nersi misal. Padişahlık, hallık devirlerimiz boğanken diyen unutmağa bulunuz. Misal vatanda şu nemeniki Mehmet Kaşgar'niki şu nemeniki kabristanlığını ziyaret kılıp gelgen adam kaç fırsat ne geleydi misal. Yusuf Hasacib'niki nemesini ziyaret kılıp adam kaç fırsat ne geleydi. Mehmet Kaşgar'lı Yusuf Hasacib'niki Kuhtat Kubilik o Türkitullah divanını okup çıkan adamlar kaç fırsat ne geleydi. Asasen bu dini kesimdeki insanlar asasen okumaydı bunun özünü. 199 fırsat okumaydı. Hatta ağzından çıkan neresi ne modası bu İslam'ı kabul kılandım burunqısının özünü biz ecdadımız hep tanımayımız diyen insanlarını ben közüm bölüp görgenmişim. Dinçilerin içinde. Ne için dese, ular kafirler o bizge atı olan, ecdat olanmaydı de. İbrahim Aleyhisselam'a putperest atı deydi o. Bizimki şerefsizler özümüzdeki özü şundak şeref böyle ötken atı babamızın özünce dese, tanımayım deydi de. Ondan neyse. Bu ne için şundak oldu diye vakitte? Bu özü itikadını bu milli kimlikdeki üstü koyuvaganlıktan bo'lgan narsa. Kur'an'da o itikadının özü her adamın itikad özenge. Ama o eğer cemaat oluş nemisinin noktasını etken vakitte bütün cemaat beraber halat yaşaş Kur'an-ı Kerim'de farz. Ama şu İslam'daki asas prensip şu. Ne mi diye vakitte adil adaletine asas kılan beraber bütün insanlar beraber yaşayan bir cemiyetini kuruş İslam diyen gap. Ona İslami bir cemiyet kurganlık diyen gap. Bu yerde birisi iman et, mümin olsun, yani birisi Hristiyan olsun, yani birisi Yahudi olsun, yani birisi Budist olsun, onunki itikadı hiç kimle alakadar kılmaydı. Hiç kimle münasebet yok. Bu yerdeki neresi ne modası? Hem madem adalet altıda beraber yaşaşın ibaret bu özü prensipini vücutku çıkırış. Her adamdaki vazifesi. Şu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerinin özünde senin mümin haleti ülonu diyen bir ayet yok. Senin Müslüman halet ülonu deydi. Kur'an'da bayağı şu. Kur'an'da Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam hemimizdeki nemizde nemelki فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ deydi o. İlla Müslüman. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ diyen ayet yok. Şunun için bu yerdeki neresi nemedesi? Müslüman anın özünü neme eslemtu li rabbil alemin deydi. Şu İbrahim Aleyhisselam nemesinden. Bu hemimiz nemini bildirdi. Eslemtu diyenin özümü ben tinişliğini berpa kılışka bel bağladım. Xuda Allah razılığı için diyen efendi.
Dünyada zaten tinch bir jamiyat barpo qilish uchun men bel bog'ladim deb o'tirib o'zini tashlaganlik. Qur'onning o'zidami siz tinchlik barpo qilg'uchi o'lib ketadi dunyoda. Çünkü bütün insaniyetin vücudunda aşinası bo'lganligi uchun her qanday bir insan adil ve tinch bir jamiyat uchun kurash qilib o'ladi dunyoda. Hozir mana bu bizning jamiyatimiz nurg'un odamlar bu yani 40-50 yıldan keyin bu din, bütün dinler yo'qolib ketdi deb qo'ydi. Bütün başka din yo'qolib ketsin, İslam yo'qolmaydi. Nima uchun degan vaqtda İslam İslam bu adalet aslında beraber yaşashdan ibaret en güzel narsani o'tirib qo'ygan bir narsa, bir prinsip bu. Bütün insaniyet her qanday vaqtda şu adalet uchun, şu beraberlik uchun izlayotganlar sinilmay o'xshash deb adalet uchun kurash qilib o'ladi dunyoda. Bu asla mümkün emas. İnsaniyetli bo'ldikan dunyoda şu Cahangirlarga qarshi, zolimlarga qarshi kurash to'xtamaydi. Mayli har qanday bir davr kelib ketsin. Nur devrdeyiz, falan devrdeyiz. Bunun eşip ketken şunda devrip ketsin mi? İnsanlar en ahir noktada İslam için köreş kılmayı asla mümkün olmayı. O İslam diyenin özünü tüşenmeydikin o insanlar o yerde devirdi o. Tinchlikni yaxshi ko'rmaydigan hech qanday bir davlat, hech qanday bir inson yo'q-ku. Elbette. Biz mesela vatan azat kılımız hep aşkın için köreş kılatımız. Neyim için? Bütün bizi 70 kuştumuz, bütün milletimiz mesela tinch bir beraber yaşayan bir cemiyet yaşayımız deb şunun için köreş kılatkan gap yani. Ma Avrupa'nın özde nurgun milletli bir yerde bir devlet yaşaydı ki hemmesi kanun aldı beraber yaşayanlık için bu yerdeki bir vesile onda nimelki karşı çıkış ancha bo'lmaydigan bosim az bo'ldi ki çünkü adalet bo'lganligi uchun. Adalet yo'qolgan kunisi bu yerdami paramparcha ketdi bu yerning o'zimi. O isyan, o karşılıkla bu Müslüman ellerinde değil, Müslüman memleketlerde bo'lgandek noqtaga kelishga ehtiyoj yo'qkan da söz qilib anlatalar ekan. Ovoz to'xtab siyliq yani tinch şekilde el qilalar ekan. Elbette. O bu yerde bir adam bana derdim var dese tutayım bana günü sola demeydi o Avrupa'da. Ne mi derdin var? Derdi hakkı olsa adamın hakkı ki. Mesela biz ma balının pulunu almayı bir mezgil kiptikemiz. Kandıki bir yarım yılda ütüp de ütüp ketkendeki ma o 3-2 pulunu almayı tikemiz. Bir yarım yılda ütüp ketken vaxtda xat kipti pulun ne var deb. Yani onu o yak xatiyaz bu akazap verip görüşkendeki 3 yıl yığılıp kalgan pulun hemisi berdi de. Hakkın varken de. Aslında hakkın bunu sen özellikle hakkı zaten alırsa deydi. Hakkı bulmagan nersini vermeydi. Mandak der bu yerdeki nersi bu. Bunun eti neymi adalet diyen gepemdi. Hata bir qalgan bo'lsa ilib oladi sizlar. Hata qilamiz. Mesela biz Norvegiyada biz işleyen vaxtda mesela taksi haydırgan vaxtda şu jiqaraq töleylendigi bari bir nima Parti төлep kalsak, kaytırıp verdi diyen neyse kallımızda enik bade. Şunu 38%, 40% төлeyimiz. Geçip ketkin 50% geçti o. Yıl ahırı gelgen çağda, onu dekin ya 100 bin, bazı vakit 150, 200 bin, bazı vakit 20-30 bin. Misalda baş kayıtlı dep geldi. Eğer şu az төлep kalsak, yani 100 bin, 200 bin ya 40-50 bin az төлep koysun bana tölüvet dep geldi. Ondan neyse. Onun için bu yerde insan adaletini söyledi, beraberini söyledi. Her adam başka adamdan töven yaşayışını xalamaydı. Onda koğandakin hem adam beraber yaşayışını xalagandakin o beraberlik fakat adalet aslında vücut çıkıdı. İslam'daki birinci tüp asası prensibi adalet. Aslındaki beraberlik misalde. Bütün insanlar adalet aslında beraber. Yani kanun aldı beraber diyen gepte. Hazır mesela Birleşken Devlet Teşkilatı olsun, qanday bir devletniki nemisi olsun, insan hakları nemelerde hemmisi men muş prensip var. Hemma adam kanun aldı beraber. Misalda bu xalqara itiraf qildi bunun özüne adette. Şunun için bu yerdeki narsa nima desa, İslamni barpo qilish her bir insonning majburiyati iymon etish xalq odamning ishi degan gap. Unda hech qanday o'z majburiyati yo'q. Onun üstüne Kur'an-ı Kerim'in özde din nima degan vaqtda İslam. Yani
El-yevme ekmeltu lekum dinikum ve etmemtu aleykum nimeti ve rezitu lekumul İslam dina. Sizlarga İslam dinini qilib berdim deylik. Onun biz qo'shimcha, yani Allohga ishonish, payg'ambarga ishonish, kitobga ishonish, o ibodatni qilish ishlarini qilsak, xuddi biz nima deyapti ya? Benim üzüknün tepsisi benim köz koygandek degende bir maqal temsili var mı? Altın üzükke yakut göz. Altın üzük yakutun köz koygandek, yani texim bek güzel oldu. Diyen gepemde. Tamam. Şunun için bu yerde Mescid-i Haram'daki nemesi tushunchisi ve oniki Qur'onga asoslangan vaqtda onu berish, onu ziyorat qilishga bo'ladigan ziyorat qiladigan insonlar kimki desa, ya'ni shu hokimiyat ostidagi, ashadagi hokimiyat ostidagi insonlarniki ashani ziyorat qilishi yoki u yerga itoat qilishi lozimligini ko'rsatdi degan gap. Qur'onning bu mazmuniga asosan. Ya'ni butun insoniyatni ko'rsatmaydi degan gap bu yerda. O gaplarga isbot shaklida hamda masalan bu Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam o kelgan din İslam dini dedik-ku, burunki dinlar mesela Hristiyan deb atib olgan bizcha, Yahudi deb atib olgan mushu dinlarmi aslicha? Asli İslam dini, lekin buni o'zgartib olgan-ku. Agar tamam, agar bularga farz bo'lgan bo'lsa, bular albatta bizim bekrak benim hakkım var, ben hech qilishim kerak bu yerga debchi. Elbette. Saudiyning qo'lida tatib olishim mumkin. Elbette, 100%. Hozir Yerusalim uchun masalancha qanchalar jangichilar bular otdi. Ahli salib keldi masalancha. Nurg'ulg'an nimalarni vayron qilyapti. Uning oldida romanlar keldi degandekchi. Ish qilib, jiq ishlab olganlar. Şununla bu Kur'an'daki peygamberlerdeki şu iş izlerini Kur'an'ın özünü okup görsek, bu yerde ben hiç kadar köramadım. Peygamber Aleyhisselam'ı eğer Mekke'ni fethi kılış için bağmagan olsa belki bu yer bağmasak mümkündü. Keler yılı bağanın özü mü? Ömreci'de mi? Ebu Bekir'in başçılık kılıp evetke vakti mi? Aşağıya bunu dekim, bunu ziyaret kılmaydı, kafirler ziyaret kılış bulmaydı diyen buyruğunun özüne baraatun minallahi ve rasulihi ilellezine ahadtum minel müşrikine diyen aşı ayetinin özüne 10 ayet aşının özüne Hazreti Ali'nin evetkeninin özüne mi diye vakıda şu yıldan başlap burun özü Kabe'ne yani Mekke şehrinin özüne başkurup gelgen insanlar aşı yıldan keyin o yani başkuruş hukukunu tamamen emelden kaldırganlığını bildirdi. Başkuruş hukukunu emelden kaldırganlığının özü o yer kirip çıkısı bulmaydı diye gelmez. Çünkü Ebu Sufyan'ın ödüğü o Kabe'nin yanında. O yerini onu koğlavatkan hiç kandak bir nesli yok. Hiç kandak bir özü uçur yok Kur'an'da. Misal. Şu Ebu Sufyan başçılığındaki şu Mekke duruvatkan şu vaxtaki müşriklerin hiçbirisi koğlavatkan emez. Ama fekatlı neyim o dese o yerdeki hukukunun özüne kol gaylıklık. Misal. Şunun için bu yerde bunun texim bek yaxşı delil ispat tepip qılımı dese, delil ispat tapsı boludu. Onun dekin oturğu maşının özüne o mandak edip koysa ilmi asasda bizim onda kademleri söz çalayımız. Ama bu yerdeki nesli mi dese meniki bütün muş Kur'an'ı kayta körüp çıkıp kılan nesemde o tarihini okuduğumda şu hiç kandak bir peygamberniki bu Mekke'nin özünü hacı kılış için kemmegerligi, onun ümmetlerinin kemmegerligi. Bizning vatanga nisbatan degan o hozirgi bu Falastin deganning o'zi yaqinda Falastin degan bak bo'lsa 1000 kilometr kelganda yoki 1,5 kilometr keldi deyli. Bizniki masalan berib kelishga 6 oy ketgan gap shu vaqtning o'zida. Ashuncha ular uzoq yerga borgan gapda. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda har millat o'ziniki siyosiy markaziga bo'ysunish bu nihoyatda o'zi to'g'ri bir narsa ekanligini Qur'on buni bayon qildi degan bu yerdagi bu oyat orqali, ya'ni Masjid Haram degan shu ikki kelima orqali yana tövendeki o'qilgan oyatlarni shuni bildirdi. Andaki ma Sura Hajniki 67-oyati ve likulli ummetin ja'alna mansakan hum nasikuhu degan shu oyatning oxirgichilik shu yana bunga o'xshash yana bir oyat var. Shuning hammasi nimani bildirdisa, her bir millatniki
o'ziniki ashundaq bir markazlarning bo'lganligini bildirgan oyat bu. U millat shu markaz orqali idora qilinadiganligi buni bildirdi. Ya'ni hamma odam Arabga itoat qiling, Arabniki yeriga berib pulingizni tashlab bering degan undaq ma'no aslo chiqmaydi Qur'onda. Ha, Allah razı olsun. Ee, Hem de bu şu mescidlerini ötkende nipqa vaqtin bir qur deb o'tdik. Yana bir qisqa nipqinimizda mescidniki roli nima degan vaqtida shu vaqtdagi roli hokimiyat boshqarish o'rni bo'lib hisoblangan. Andan keyin o'zi insonlarga qoida qonun chiqarib insonlarni to'g'ri boshqarish markazi bunday aytgan vaqtda hokimiyat markazi shunday bo'ladi. Unda bo'lgan. Undan keyin o'zi insonlarga ilm o'rgatadigan, ya'ni o'zi davomli qashaga insonlarni to'plagandan keyin insonlarga bir narsa o'rgatadigan shunday bir markaz bo'lgan. Ammo bu tamoman hozirgi masjidlarniki ziddi. Shu vaqtdagi masjidlar tamoman hozirgi masjidga o'xshamaydi. Chunki hozirgi masjidlar nima desa 6-5 parazitning o'zi uyoqqa kirib olib insonlarning qinini sho'raydi u yerda. Misolda qon sho'raydigan parazitlar uyoqqa kirib oladi odatda. Kirib olib u yerda insonlarni sotadigan mesela şu savap bo'ladi, oq bo'ldi, ko'k bo'ldi degan ashundaq yolg'on gap bilan insonlarni har bir yerga setib, ashundaq o'zi insonlarni vayron qiladigan bir markazga aylanib qolgan. Asla insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan markaz emas. Asla insonlarga ilm o'rgatadigan markaz emas. Ilmga to'salg'i bo'ladigan, insonlarning o'zini oldiga ilgirlash emas, texnbek pasiflashtiradigan, texnbek o'zi xurofiylaştiradigan, jamiyatni qaloqlashtiradigan shunday bir markazga aylanib qoladi misol. U asla bu Qur'oni Karimda zikr qilingan masjidniki maqsadga uyg'un kelmaydi bu hozirgi masjidlar. U buruq masjidlar misol shu payg'ambarlar solgan masjid nima desa, millatni bir yerda tutib turish uchun selingan masjidlar. Hozirgi masjidlar chu desa, har bir masjidki shu to'pib turgan insonlar o'ziga murid to'plab, shu yerda o'zi millatni param-parcha qilib, bir Turkiyaga o'xshash bir davlatning ichida 30-40 endi az deb qolganda balkim 30-40 50 atrofida shunday bir mazhablar bo'lishi mumkin. Shunday mazhablarni chiqarib, har bir mazhab to'pisiga 8-10 odam chiqib shu millatni o'ziga ishlaydigan qulga aylantirib qo'ymoqda. Bu nihoyat o'zi echinishli bir ahvol. Uchinchi tarafi masjid o'z vaqtida hokimiyat markazi bo'lgan. Hozircha o'zi hokimiyat bilan xalqning orasida o'tirib turadigan. Hokimiyatga xalqniki dardini anglatish uchun o'tirdiki bir insonlarning ma'budiga aylanib, u orqali o'zi hokimiyatga borgan manda bir holat shakllangan. Ya'ni Qur'onda bir shafoatchilar bor-ku. Qur'onda zikr qildigan. Allohning qo'lidagi narsalarni insonlar o'zini shafoatchi qilib nima qildi degan bir oyatlar bor. Xuddi shunga o'xshash, u hokimiyat bilan xalqniki o'tirsida u parazit turib oldi. Turib olgandan keyin, andan keyin mesela hozir Pokistondagi gaplar chiqyapti. Pokistonda jamoatlar had hisobsiz boyki. Pokiston hukumati dunyoda eng qalandagi hukumatning birisi. Xalqdan kelgan pulning o'zini savob bo'ldi, oq bo'ldi, ko'k bo'ldi degan nom ataq bilan jamoatniki nimasiga yig'ib olgan gap. Shuni u bo'lmaydigan gap hokimiyatga. Baş to'lash haram deb fatvo Baş to'lash haram deb hokimiyatga baş to'lmaydigan gap. Qur'oni Karimda hokimiyatga baş to'lash lozim. Qur'oni Karimning prinsipi bo'yicha. O devlet küçük olmagandan keyin şunlar Xitoyning quli bo'ldigan gap. Heli Amerikaning, heli yana, heli biyani bo'libchi. Shu. Masalan, bizniki kelsak-chu. Masalan, boshqa dunyoni bundaq gap bizniki kelgan vaqtda desa, har yil Ramazon kelgan vaqtida molla tabliq qildi. Buning o'zini faqir miskin va kasalga berish kerak. Buni mushaga butun Yevropa, Amerikada yig'ilgan pulning o'zini g'ildirlab shu Turkiyadagi o'limalar birligi degan shu parazitlik evatdigan gap. Ondan keyin bular o'zi u yerda o'zining cho'lisini suzib eshib qolgan millatga beran onu bilmaymiz misolda. Ana qisada Cho'g'larni qo'saqlari yo'g'an misolda. Savob bo'lgan gap. Pokistonda agar haram topgan pul bo'lib qolsa, ana yerga bersa Pokistondan gap endi shu. Agar millat o'ziniki shu
Ma Tibetlarda açtaki Tibet buluş sıkıntı ölen her bir Tibetlik nemisini verdi ki. Gıcı. Beki Bedel. desek oldu. Bedel. Bedeli, Tibet bedelini öteydiken de Uygurlar mı aşı her bir Uygur aşı doğru adamlarını saylap teşkilatının beşiğe aşının özünün Uygurluk bedelini verse a teşkilatının özü vakıdысы hazırki vakıda en kuşluk halette hareket kıla alaydı. O teşkilatının beşiğe teşkilatı bağmay o nerse oturda molla arkalık veyran kılınıp ketdi pulun özü. Molla tosup aldı aydı. Şunun için bu yer neresi neymi dese o bizdeki işimizin aldığı mangmayvatkan mayli siyasi davarımız olsun, mayli iktisadımız olsun, mayli ilim pen sahası olsun, hemme sahada aldığımızı birden bir takakup turvatkan nerse ahlak molla deyen gep hazırki vakıda. Adisiyelikle şu futbolgun bir 50.000 euro pul gittikken şu He. pulni yig'ib bo'lolmay balla bicharalar yomon bek qiynalib ketdi. Hele Abdulqadir Yapchan'ın gap qilib baktı, hele boshqani gap qilib baktı. Men dedim, aldı bilan şu futbol halalmi, harommi debchi, harom deb qaraydigan musulmonlar bor futbolnichi. Shuning bilan axirning kallasida anday bo'lgandan keyin bunga bersam men bir nima deb futbol eni yo'q haqninki. Elbette. O hiç sözgen bilen mesela yerde dedim. Bayatın sen ben hata anlap kaldım mı ya kaçırıp koydum mu? Hec perz buldu mu? Kanday oldu? Həcnin özü mustahab emel. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hem bunu həcc faaliyeti dep yani kayta yeni bir mevzu oldu resmi bu. Hı. Şöyle bu həcc faaliyeti hakkında toxtalgan vaqtda buniki qandaq amal to'g'riliq maxsus to'xtalamiz. Hozirmaydi haram ay. Mesela haram degan ikki narsa Yaxşı oldu. Yaxşı oldu. Abi Evet. bugün temiz kadar benim tellerim sel lapılda bitip kaldı, takıldı kaldım. He, Abi, aldım abi bu Kıble'nin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Harem'ge mayilliğin bağlılığını bilgelikimiz için sana şunu doğrulap verdik degan şekilde mezmunlar var. He. Ve şundan keyin Kıble'ni Mescid-i Harem'ge kılıp özgertildi. Peygamber Aleyhisselam'dan keyin Peygamber Aleyhisselam'ın etrafındaki insanlara Kıble'ni Mescid-i Harem deb Mescid-i Haram'a yüzden sanılı buludu, şunu kıble kısanlı buludu degan ayet bilen delillengen bulduk o. He. Hem şunun yeşimine her insanlar toplumu özünün merkezi sistemimizde öztürüvatkan yerde kısı bulduğalıkına onun kendin kelgenler ayette şerq garip yüz keltirişanlarının hiçbir fark yok. Hemisi Allah'ın zemini diye ayetler güçlendirgen bulduk. He. He. Doğru. Hem acaba bu ortada mı? Mişade yani bir Karab namzoksanlı boldu siz dever etti de. yani Mişade yani bir alakası suvaktan yani bir yere acayip gidip kaldıca. O ne dese ma 5 Türk'ün bizse dağıtkan sağ Türk'ün bizse dağıtkan namaz. Biz ügünüp gelgen, biz bu zamandan beri kıp gelgen, biz alıp gelgen. Şu namazın ki avval soğuk acayip istedi de yani kıble aşan karab namaz okuyduğun o namazdan hazır biz okuvatkan namazdan kıblesinden ama emniyette anda kıble meskelliği. He. Ben bir şeydeki bir acayip ketkenine yani dikkatke sunuş tegishli bir mesele ekan demoqchi menda. Elbette. Shundan Ama ko'rinishi bo'ldiki, ikkinchisi haram haram aylar. Şu həcdə mesela həcc qilish ayları deb məxsus şu Zulhəcc, Zulqa'da, Muharrem, şu 3 ayının özüne həcc qilish ayları deb qaraydık o. he. Hem de hazır benim 9. günüsün özü Arafat günüsü deydi, 10. günüsü falan pistan deydi, aşında hanım kılıp nurgulluğun gepler var hem de. Hem bunu da haram ayla degen şu biz onu işçi kirmeyimiz zaten faaliyet kirmeyimiz çünkü faaliyetine həcc doğruluk faaliyetini zaten kelerke katımda sözleyimiz. Hem haram ayla degenin özü mü naati özü bir mücmellik var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Tövbe suresindeki 36. ayette İnne iddete şuhuru indallahi isna aşere şehren fi kitabillahi yevme halakas semavati vel arz minha erbaatun hurum. Zalike dinul kayyim. Fela tezlimu fihinne enfusekum ve qatilul müşrikin kaffeten kema yuqatilunekum kaffe. Ve alemu ennallaha me'al muttaqin diyen şu ayetin özde
Osmon zamin yaratilgan kundan boshlab Allohning kitobida oylarning soni 12 deb Alloh taolo nima Qur'onda shunday bayon qilganda. Minha arbaatun hurum. Shu val arzdan keyin hech qanday to'xtaydigan bir belgi yo'q. Oxir minha arbaatun hurum deb to'xtaydigan belgini qo'yib qo'yganda. Bu nimani bildirib desa, minha arbaatun hurum deganning o'zi 4 oy yani haram qilingan 4 oyning o'zimi nimadan desa, 12 oyning jumlasidan degan ma'no chiqadi bu yerda. Yani o tercüm qilgan qanday tercüm qilgan degan vaqtda uning ichidan 4 oy haram oy deb bunday tercüm qilganda. Agar unday tercüm qilgan vaqtida, yani uning ichidan 4 oy haram oy qasi 4 oy o degan vaqtda Qur'oni Karimda hech qanday bir yerda bu 4 oy to'g'riliq ma'lumot yo'q. Alloh taolo Qur'oni Karimda men hammadan tafsil bayon qildim deb bizga desin. Oxirdan andan keyin mushundaq o'zi mujmallikni qo'yib qo'ysa, u qanday bu Qur'oni Karim mufassal bo'lgan bo'ldi. Demek ki bu yerdeki neresi neymi diye vakti bu yer tercümelik hatalık. Yani o 4 ay mı? Şu Mekke müşrikleri mesela Zulhicce, Zulqa'de, Muharrem, Recep. Muş 4 ayının özüne haram aylar deyip aşındak bekitipti. O ay mı asıl neymi dese 12 ayının içilik ay o deyip Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mandak özü bayan kılık bunu. Zalike dinul kayyum. Men muşnun özü top doğru din men muşu deydi Allah Teala. Bu yerda haram ay ba mı degan vaqtda haram ay ba. Haram deganning o'zini boyatini nima deb biz tarjima qildik? Qilish qilmaslik to'g'risida chiqarilgan belgilamaning o'zini haram dedik, shundaymi yoki? Belgilama. Cheklama. Cheklamalarning o'zini biz o'zi haram dedik. Endi bir oyda misolda Arabning shu vaqtda biz o'tgan yil men atayin bordim shu nimaga. Mush 4 oy to'g'riliq ashnim bir ne qilib kelay deb qandaqkina deb 12-oyda borsam 12-oyda 27, 28, ba'zi vaqt yomg'ir yoqqan vaqtda 23, 24 bo'ldi-ki shu issiq ash Makkada. Biz mang'adigan kunisi, nim qaytgan kunisi o'zi yomg'ir yog'ib ketdi. Yomg'ir yog'di. Shu 21, 22 ga tushib qoldi. Men uçamga bir çapanı kiyip aldım adette. Ben de boğmak çapanını ben kiyip aldım. Demek aşında özellikle bu 12. ay yani 11. ay, 12. ay, 1. ayda o istiq olmaydı ki onun için bu Araplar qanday qilgan degan vaqtda Hurum deganning o'zi shu 3 oyning ichida urush qilishni harom qilgan. Yani urush qilishni cheklagan oy deb bekitgan Araplar. Urush şu kabile başlıkları bir yer kelib, 3 ayning ichida biz urush qilmaymiz. Andaki 7. ay yani birisi. 7. ayda biz urush qilmaymiz deylik. Nima chiqadi degan vaqtda 7. ayda 60 gradus chiqdi ki. O 70 gradus issiqning o'zida urush qilsa, urush qilmay o'lib qolgan gap bu odamlar. Issiq o'tiblar. Shuning uchun u vaqtning o'zida urush qilishni to'xtatgan, cheklagan. Hamda ma 3 oyning ichida cho'disa, 3 oyning ichida atrofdagi Arab qabilaning hammasi aşağıya satilgan narsalarni akilib yarmanka qo'shash. Akilib shu Makka shahriga, andaki aşağıda o'zi satilganni setib, ba'zan oldiganlar kerak oldiganlar oldigan gap, satilganlar ashunday qilib ep setib yurib, aşağıda qilgan ishini 3 oyning ichida qilib oldi ekan endi. Qilib olib, uningdan o'zi boshqa oyda urush qilishning o'zini ashunday bekitdi ekan endi. Şunun için bu yer neymi diye vakti Allah Teala o Arap müşrikleri haram kılan 4 ay mı çoğu? 12 ayın içilik ayda neymi bayan kılıkmaydı. Bu ayrım bir nersi emez diyekilik. Bunun biz neyini bile olayımız diye vakti hacciga məxsus Kur'an-ı Kerim'de palanı ayda barışlar diyen kartta hiç kanak ayet yok. Hacciga vakt belgilengen emez. Vaktini kim belgileydi şu vakti? Vaktini Saudi Arabistan hükümet belgileydi hazır vaktida. Yani mevcut hakimiyet deyimiz. Mevcut hakimiyet desek mesela qanday bir davr bo'lishini qat'iy nazar shuna to'g'ri keldi. Shu vaqtda qanday bir hakimiyet mevcut bo'lgan bo'lsa, shu mevcut hakimiyet bijil meni manjinchaydan manjincha arliqda Arabni nima Makka shahrining o'zini ya Ka'bani ziyorat qilishga kelgan odamlar bo'lsa, kasi bo'ldi deb uqtirish chiqargan bo'lsa, shu vaqtda bosib bo'ldi degan gap bo'ldi. Yani şu vaqt şunu o'zini nima desa, haram ay, yani haram ay deganing o'zi
Shu vaqt keldi, kelgandan keyin nimalarga boy biz degan o'xshash Makkani o'zi ziyorat qilgan odamlarga qo'liga tutqizgan narsa bo'ldi-da, misol ziyoratchilarga. Bu vaqtcha ishni qilmang, ishni qilmang, masalan o'z vaqtida ovchilik qilishga bo'lmaydi, o daraxtni kesishga bo'lmaydi, jadal chiqarishga bo'lmaydi, qahva so'qishga bo'lmaydi, pishti pasat chiqarishga bo'lmaydi degan shu Qur'onda misol u yerki hayvonlarni ovlashga bo'lmaydi degan maqsad Qur'oni Karimda oyat bor hojilarga. Bu nima desa u yerga ziyoratga kelib, ondan keyin u Makka shahar va uning atrofidagi narsalarga ziyon solishga bo'lmaydi degan qonunlarni tuzdi. Ash qonun, ash cheklimlarga amal qilish kerak degan gap. Shuning uchun bu yerda harom oy deganning o'zi nima desa, harom oy deganning o'zi hozir men xalqaro nihoyat yaxshi ishlatildi buning o'zini. Misol, ikki davlat urushayotgan bo'lsa, 15 kun ya 1 oy ya 2 oy urush to'xtatish kelishimi tuzaydi. Tuzgan vaqtda shu 2 oyning ichida agar 2 oylik urush to'xtatish kelishimi tuzgan bo'lsa, har ikki tarafniki shu 2 oyning ichida uni amal qilmay qarshi tarafga hujum qilish harom degan gap, cheklandi degan gap bo'ldi. O'zining shu nemasiga asosan. Qur'onda uning uchun bu yerdagi Makka mushriklarga Alloh taolo o'zi Qur'onda ularga hujum qilsanglar bo'ldi deyishning sababi nima desa, o'z vaqtida Abu Sufyan kelib 10 yillik o'zi kelishim tuzgandan keyin, ya'ni nimaga uni Hudaybiya sulhida 10 yillik kelishim tuzgandan keyin ash tuzumning nima ash kelishimni buzganligi uchun uning o'zi Makkani ishg'ol qilishga ruxsat qiliqliq. Uzinallazina degan shu bir oyat bor. Ular izni berildi deb shu mushriklar Makkaliklarga qarshi urush qilishga izni berildi deb maxsus o'zi Qur'onda oyat bor. Bu nimani bildirdi degan vaqtda kelishim tuzilgan oylarni urush qilish ya'ni urush qilmaslik kelishimi tuzilgan urush to'xtatish kelishimi urush to'xtatish kelishimi tuzilgan vaqtning o'zida nim urush gapni qamlashtirmay ketdimda urush to'xtatish kelishimining tuzilganligi u nima desa harom oy degan ma'noni bildirdi shuni o'zi. Harom vaqt misolda. U harom nima degan vaqt cheklangan, urush qilish cheklangan vaqt degan bildirdi. Hozir albatta ikki davlat savdo ishlarida, sayohat ishlarida masalan Amerika 12 davlatni sayohat qilishga, 13 davlatning fuqarosini sayohat qilishni cheklabdi misol. U qanchalik vaqt chekildi? Shunchalik vaqtning ichida 12 davlatniki odam 12 davlatdan u yerga berib sayohat qilish bo'lmaydi, cheklandi degan gap bo'ldi. Xuddi shunga o'xshash narsalar bu degan gap. U harom desa u yerga berib o'zi bu halol harom yeb ichadigan narsa to'g'riliq narsa emas bu. U yerda qildigan ishlar to'g'riliq, sotadigan narsalar to'g'riliq. Masalan, nurg'un davlatlarda falon yerdan go'sht ekib sotishga bo'lmaydi. Misolda nimadimi Norvegiyada boshqa davlatning go'sht ekib sotishga bo'lmaydi degan bir qoidasi bor. Shveysariyani go'sht eksak, bizni tutib olsa, go'shtni tortib tepsiga 5 batman jazoni qo'ydi misolda. U nima degan bo'ldi? O'zimizningki narsalar bor, bu yerda o'zimizning qo'y kallari bor. Uni setishimiz kerak bu xalqqa. Uning uchun u sirtdan go'shak emasligi kerak deydi. U yerda u davlatlar orasida, ikki davlat orasida go'shtchilik qilishni, go'shtni akilishning o'zini bo'lmaydi degan o'zi go'shtni biz olmaymiz degan qarta kelishim tuzilgan. Unda bo'lgandiki u yerda go'sht setish cheklandi, ya'ni Shveysariyaning go'shtini akib setish cheklandi degan bo'ldi u yerdagi masala. Xuddi shunga o'xshash narsa bu. Çünkü bu yerda harom oylar degan so'zning o'zida misolda jadal chiqarish, ya'ni sayohat qilib ashaga haj deganning o'zi Ka'bani 7 qatim oylanish va kaza deganni o'ylaydi insonlar, undaq emas. O haj degan so'z shu Makka shaharni, Ka'ba olsun, ash atrofni hammasini ziyorat qilgan, yana hammasi ziyorat qilib, u yerda ilm setim qilib, u yerda masalan boshqa bir shirkatlar hozirgi vaqtda kelishim tuzab, savdo kelishim bo'lamdi, anda kelishimlarni tuzab, hokazo qilishga bo'ldigan mundaq bir narsa ko'rsatdi hozirgi sharoitning o'zida. Men mushuning o'zini nima desa, yo'l qo'yilgan oylar, ya'ni u yerga berishga yo'l qo'yilgan oylarni ko'rsatdi. Ya'ni u hozir bu musulmonlar ash 4 oyning o'zini harom oylar deb hozirga tutib keraklik. Bu nimani bildirdi desa, Makka mushriklari payg'ambar alayhisolamdan burun ash 4 oyni shu vaqtda bekitib qo'ygan musulmonlar Qur'onni tushirib tashlab etib,
Şu Mekke müşrikleri bekitip koygan aynen işitip geldik hazırgıçılık. Onun için bu yerdeki Mekke müşriklerindeki işini kıvatımız ise açık geldi ama ameliyatta onu sürüştük gelse aşağıya berip takıldı. Hazır diyor dese ma Saudiya Arabistan hükümetinden qıptı yılığa mançı 100 ming adamның kelişiga biz ruxsat qilamiz deb tuniga men o'qidim bu narsaning o'zini. Demak, har bir davlatga ashuna qarta sonni tushirdi, mushundek odamlarning kasb bo'ldi, bizni qabul qila olamiz deydi. U bir kelishim, cheklimi ash shu. Misol, harom deganning o'zi ash shu. U manchcha ayol manchcha orliq kasb bo'ldi deganning o'zi, masalan 5 oy ichida kasb, 6 oy ichida kasb bo'ldi, yana birinchi oyning 10-chi oygacha kasb bo'ldi degandek mundaq narsa ko'rsatgan bo'lsa, şu 10 ayının hemmisini nima desa, aşağı berishga bo'ldigan oylar hisoblandi. U yer borgan odam mayli haj qilsin, mayli umr haj qilsin, haj qilgan bo'ladi. Yani Qur'onda zikr qilinishda haj 2 xil bo'ladi. Faman hajjal bayta aw atamara fala junaha alayhi ayyatawafa bihima degan oyatning asosan ya haj ya umr haj. İkkalasi o'xshash haj hisoblandi. Bir qism odamlar var, haj umr haj olmaydi. Haj hisoblanmaydi degan gaplar var. O xato narsa. Yani bizga nisbatan bizniki ziyorat qilishimiz, bizniki o'zimizniki ashunda qudsal yerlarimizni ziyorat qilishimiz birinchi o'rin to'xtaydi. Uni eshib qolgan vaqtda chet elga chiqib, masalan, u Saudiya Arabistonga borib, u yerning o'zini ziyorat qilsaqmi, yoki Isroilga borib, u Baytul Muqaddas yoki boshqa yerni, Angliyaga kelib, nurg'un yerlar bor ko'rgan. Har o'z imperialniki markazlarini ziyorat qilib, u yerdan olgan tecrübe savab, u yerdan olgan darslarni elib, o'zimizni vatniga, misol, millatiga foyda yetkazadigan narsalarni qilsak, u bo'laverdi. Sayohat qilishdagi maqsad shu. Shu Qur'onda ular o'zi shu halok qilingan qavmlarniki, halok qilingan shu rayonlardan o'tib ko'midimi? U yer nurg'un dalillar bor, masalan, xarobliqlar bor. Ashuni qarab ibrat olmadimi degan nurg'un oyatlar bor. Biz ashuni uning uchun bizni bir yer sayohat qilgan vaqtda berib u yerdagi tomoqlarni yeb ichib, u yerni kiyimlarni kiyib kelish emas. U yerda nima yangiliklar bor? Millatimizga, vatanimizga nima kerak? U yerda biz nimalarni ko'rdik? Vatanda u narsa kerakmi, kerak emasmi? Misolda bundaq narsalarni nima qilib millatga uni o'rgatish. Bu nazar tutildi sayohatning maqsadi. Shuning bu yerda harom oy degan vaqtda asla o'zi shu mushriklar to'xtatib qo'ygan 4 oy hisoblanmaydi. Hozirgi vaqtda Saudiya hukumati qaysi oyda kelishni yo'l qo'ygan bo'lsa, shu oyda berish u normal ahvolda hisoblandi. Yana agar aşağı bir odam bo'lsa, bo'lmasa u yerga berishning o'zi hech qanday nimasimi yo'q odatda. Biz mana bu haj faoliyati nimasida buni nihoyat keng ko'lamli millatga bo'lgan foyda ziyon haqida to'xtalamiz. Shu vaqtda bu to'liq bo'lmasa ham bir qur deyiladi. Yani bu yerda Masjid-i Haram bilan haram oylar mana mushundaq. Masjid-i Haram şu yerdagi, şu atrofdagi insonlarni kontrol qiladigan, idora qiladigan markaz, qonun prinsiplarni chiqarib, idora qiladigan markazni ko'rsatdi. Haram oylar deganning o'zi atrofdagi insonlar shu markazning o'zini ziyorat qilish, shu yerga tijorat qilish va hokazo qilib bekitgan oylarni ko'rsatdi. Asla u yerda ibodat degan bir narsa u hisob qilinmaydi. Bu yerdagi ular o'zi liyashadu manafi'ahum degan oyat var shu haj faoliyatining oxirida. U yerda ibodatiga yoki savobga hozir bo'lsin degan bir ibora yo'q. Ular o'zlarining manfaatlariga shohid bo'lsin deydi. Demak u yerda nima desa, o'z vaqtida qabilalar kelib, u yerda qabilalarniki o'zi boshliqlari kelib, u yerda sotadigan, oldigan narsalarni, mandaq narsani sotsa bo'ldi, ma oyning ichida kelsak bo'ldi, oq-ko'k degandek kelishimlarni tuzgandan keyin u yerga kelib ep setib qolgandan keyin manfaat foyda oladigan gap. Shu foydalarga shohid bo'ladi degan ma'noni bildirdi. Hayatımda tushuntirishlarning hammasidan men da jiqqandim-da, lekin sizning oxirgi ishingizda boshqa chiqdi. Yani Mescid-i Haram demek qoida tuzum belgilemelerini chiqaradigan o'rin. Haram oyda şu belgilemelerinin muddeti deb tushungandim-da. Unda yani şu qoida tuzumlarni chiqaradigan zaman kimda u? Qoida tuzum misol endi qoida tuzum e'lon qilingan. ijro qilingan zamanni bildirdi bu. Bu yerda
ayıpga vurmalı lekin müş körümen kırındaşlardan tartip müş bundakin kördiğallardan tartip emeylen ekrandan aldı kendiki dostlar deydiğimiz. Moşu mezmunlar düşündürgenden menin göz aldığımdan başka bir örnek ötmedi çünkü menin gözümde közende başka narsa bolmaganlık üçün bolsa gerek. Bu sizin dağıtqanlarda hazır ayni Jondan Xay'nın yığınlam çıkmadı da. Hem bu asli bu hazır deyilayotgan nima desa, bu iman münasebetlik iş emas bu-chu. Ha? İslamlık münasebetlik bo'lg'achqa islom degani bir tuzum. Tuzum degan davlatniki tuzum bo'lgan narsa. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, shu vaqtdagi davlatning tuzumi ijro qilinadigan bir markazini, bu davlat tuzumlarini unda tasvirlayotgan gap. Shuning uchun biz bu yer iborat iymonniki nuqtasini qarab olmay, bir davlatniki markazi va davlatning tuzum chiqarish nimalari, xalqni boshqarish, idora qilish usullarini bunda tasavvur qilganimizda bu to'g'ri kelgan gap. Parlament Şunun qaragan çağda Xitoy davlat boshqarish tuzumlarini bizdan yaxshiroq o'rganibdi işte Qur'ondan yani. Albatta. Hamda bu Xitoyniki tuzumi bilan yana bo'libmi Sharq yoki Afrika deymiz, O'rta Sharq deymiz, bu shardagi davlatlarniki tuzumiga Qur'ondagi tuzumga o'xshamaydigan yeri bor-ku. U nima degan vaqtda Qur'ondagi bu islomiy tuzum orqali insonlarni boshqarish. O Xitoyniki tuzumni yezib qo'ydi, tuzum orqali boshqarmaydi uni o'zini. Yani, kanun yok bu yerde. Siyaset var. Qonun yo'q. Uningdagi davomli bir odamniki ideologiyasini butun shu mamlakat ichidagi insonlarning hammasiga tanidi majburan. Masalan, o'z vaqtida mavzuning ideyasi. Mavzuning 5-chi tom deymiz, anaqa tomlar bo'lgan, boshilnim qilib kunda shu mavzuning tanlanma masalalarni o'rgatgan anaqa ishlar bo'lgan. Keyin hozircha desa, hozir Shi Jinpingniki nemasi, ideologiyasini tashkil qilgan gap. Demak, bir insonning ideologiyasini butun insonlarga din qilib o'rgatdi-da. Ya onunla seviştirişka hiç salayet toşmaydı Xitay'nınki. Lekin meğer demek çoğunda menin göz aldığımda neler çıkmadılar. Biz Xitay'dan eski bizge tecavüz kılallık için, zeminimizi sivalalığımız için onu yaman görmez. Nefret kılamaz. Lekin onun devletin başkuruş taktiğisi de Kur'an'da belgelimlerden faydalananlığı gayran kılmadı ben değil mi? Albatta. O mavzuning necha qatim o'qib chiqqanida bu ma'u Shi Jinping qancha qatim o'qigan bilmaymiz endi. O siyasi tüzümlerinden onu devlet başkuruş bu derslerinden Kur'an'a yakın ekkel dediğini katli bulmaydı. Çünkü zaten onun maksat gayet başka bir tüzüm o. Bu ma'u Qur'onda bir odamdan o'g'inish degan bir narsa mavjud emas. Masalan, Muhammed Aleyhisselam'dan o'g'inish yoki Abu Bakrdan o'g'inish da Muhammed Aleyhisselam'ın ideologiyasiga varislik qilish. Abu Bakrning ideologiyasiga varislik qilish degan bir narsani Qur'oni Karim cheklaydi. Qur'onniki prinsiplariga amal qilish. Bu xuddi men g'arbniki qo'shashchi, g'arbniki masalan buni o'tib ketgan, masalan, o'lib ketgan Elizabetni o'g'inish, Elizabetning o'z ideologiyasini varislik qilish degan bir narsani asla bu Angliya hukumati bazaga solmaydi. Bu yerda hamma odam qonun ijro qildi. Hokimiyat o'rilib ketdimi, butun o'zi parlament a'zolari hech qaysi birisimi qolmasimi, ya'ni davlat ketilaverdi. Hech qanday problem chiqmaydi. Ama Gollandiyada mı yakında yana birleşme hakimiyet yana parçalanıp gitti. O yana hükümet yok hazır oturdu. Benim işe gelgenlerden 5. kadın mikem abi. Hükümet yok. Lekin sud yok. Hiç neresi bir tane özgür kalmaydı da. Çünkü bu nemildi Avrupa'da Kur'an aşında etti. Kur'an bir özü tüzüm arqılı, bir sistem arqılı dünyani boshqarish. Davlatni boshqarish ne qanda o'rgatganda sistem arqılı davlat boshqarish. Sistem oldida bütün insanlar beraber adalet, adil bir sistem oldida bütün insanlar beraber holatda yashash. Buni asos qilgan. Endi bu sharqli masalan shu Xitoy deymiz, shu g'arb davlatlarining sirdagi bütün davlatlar nima degan vaqtda hammasi bu qonun tuzum orqali emas, bir odamga bog'lab boshqardi, bir odam İnşallah tuzum o'xshash. Podshoh. Bu o'z vaqtidagi Budda diniga o'xshab ketdi. Masalan, hozirgi shu mollalar bor. Shu molla hammasi sharq yana shu o'z vaqtidagi payg'ambar alayhissalom yoki payg'ambarlarniki qarshisidagi insonlarniki davlat boshqarish sistemasini tashabbus qiladi. İnsonga itoat qilish.
Onun için öz Peygamber Aleyhisselam anı kılgan, Ebu Bekir manı kılgan, onun için şunu karşılık kılışımız gerek. Biz nima için ularni karşılık kılımız? Misalda biz ularga öz ta'lim berayotgan bir merkez var. Ayda. He. Kur'an shundaymi yoki? He. Shu Qur'ondagi prinsipga biz amal qilamiz-da. Masalan, Payg'ambar alayhisalom u vaqtda o'zi bir narsaga mundaq jazoni kesgan bo'lsa, hozirgi vaqtda biz Payg'ambar alayhisalom qanday jazo kesgan bo'lsa, shundaq emas, hozirgi ahvolga qarab u jazoni biz qanday kesamiz. Buni bundaq ijro qilishni bildirdi Qur'on. Uning uchun Qur'ondagi prinsiplari halqi evrensel ma o turkning bizda nima degan universal demdikmi? Universal, zamonaviy yani. Alem shumul. Olam shumul yani. Adam shumul. Hech qanday bir zamonniki cheklimizga uchirmagan darajada bundaq bir prinsip egida. Shu prinsip asosan ish nima qilish. Har odam Qur'ondagi shu prinsipdan udul foydalanish, asla orliqi vosita qo'ymaslik. Mayli payg'ambar bo'lsin, mayli sahoba bo'lsin, mayli kim bo'lishini qat'iy nazar. Qur'onning bevosita o'zi ta'lim olish degan ma'nodadir. Bugungi temada yana bir muhim mazmundan birisi nima bo'ldi desa, o'sha dinchilar, ya'ni atalmış mollalar sınıfı değil. Atalmış mollalar sınıfınınki hakimiyetle halk arasındaki bir sistem şekilde işleyenlikine de bütüp getildi. Yani aslındaki tüzümde mescit tüzüm kaidelerini belirleyen urum bolsa, mollalar asli şu yanın kaid prensiplerini oturuğa çıkarılan kanun çıkarıcılar rolünü oynayan bolsa, to'g'rilar deganda, unda emasken hazır. Bu bu ma'u Türkiye'deki devlette mesela 100 mingdan meshti olsa 200 ming dona odam bor degan gap, bir davlatniki ordusi. Qadar shunda biz jiq odam bor degan gap diniy sohada o'qigan odamdan. Bu odamlar o'tirdi masalan davlat bilan xalqning o'tirisi yana bir baldaq bo'lmay, davlatning qonunini texnik mukammallashtirish uchun davlatga uni nima qilgan bo'lsa, hokimiyatga bevosita o'zi yordam qilish holatiga yetgan bo'lsa, davlat taraqqiy qilgan gap. Hozir misol her bir vaqtniki qancha 100 milliondan masalan dollar bo'lishi mumkin. Hokimiyatga vaqtga hokimiyat qarshi chiqma petochilik o'xshash misolda. Yani davlat ichida davlat o'g'liqlik misol. Qur'on men shundoq bo'lishini o'zini cheklaydi. Hamma odam bir markazga bo'ysunish, hamma odam markazda barobar bo'lish, aslo o'z orliqda bir vosita qo'ymaslik. Bunu o'zi şu adet yani muşkil şekilde rol ilişe Muaviye'den keyinki hakimiyette kademe kadem çıngıp gitip muşundak normalleşip kalgan mı kandak? Yani bilirsiler? Yani muşundak hakimiyetliler halkın arasındaki bir seyliklikçe rolünü oynadığın bu hıl fonksiyonu Muaviye'nin zamanında başlagan mı kandak? Yani yıldız Elbette. Neymiş ki degan vaqtida Peygamber Aleyhisselam orliqda hech qanday vosita qo'ymagancha. Şo'ngalqi masalan tarjimonini o'qiganlar nima qilsa Peygamber Aleyhisselam her bir maliga bir tal meshit silib va kaza qanliq to'g'riliq bir rivoyat bor. Hech narsa yo'q. Birli masjid bo'lgan deyishdi. Birli masjid bo'lgan. Demak, bu yerga narsa nima desa, butun o'zi shu nimaga hokimiyatga bo'ysunish qo'l qo'ygan qabilaning hammasi bevosita hokimiyatga boshda o'lgan shu vaqtning o'zida. Agar orliqda mollani qo'yib qo'ysa, u molla yana shu suzishni o'tkazib, beminch o'ziga ep qilib, hokimiyatga eshib qolgan aytgan gap, hozirgi masalan Turkiya, Pokistonga o'xshash bo'lgan gapda. Jamoatlari degandek. Uning uchun buning o'zini tamoman amaldan qoldirib o'tdik, mollani amaldan qoldirib o'tdik. Hozir shu islom mamlakatlari deyotgan mamlakatlarda bütün mollaning hammasini maaşını to'xtatib lekin yo'q qilib tashlasa, misolda imom bo'lsang, o'zing vaqtini chiqir imom bo'lsa. Hech kim mani bir tiyin berish bo'lmaydi. Bir tiyin olgan bo'lsa, buni o'zi jazolanib deb turtasa, hokimiyat to'zi kuchli qilsa, u vaqtda u namoz o'qigan namozmi bu namozdek namoz bo'ladi. Uningdan hokimiyatmi o'zi har jihatdan mukammallashadigan gap. Hozir hokimiyat davomli Tayyip Erdo'g'an deydi, davlat qurib oldi debchi. Devletin içinde yani bir devlet var. Ya yana köz aldım yana Xitay geldi eminim. Eyip ki burmanlar Xitay vatanının ki şu mescitlerinin hemmesinden vakfısı yığıp algan zamanında.
He. Hemmisinin vaqtisi yig'ib olgan. Yig'ilib, nimaga muazzinligi bir ozgina, lekin imomlarga birazdan maosh berib yurib, o'g'lim ashta qilib olganda, yani bu yerda demoqchi bo'lganimiz, Xitoy tadqiq qilibdi masalan adam. Elbette, elbette. Tadqiq qilib chiqib, hokimiyatga shuning faqat shu ziyonliqkan bu deb ana suzib, anda qo'llanibdi-da. Ama Türkiye'de şu vahbidin, o vahbid işlerganlığı maaşı örtücü. Ha. Hatalık aşağıda. Vahbinin pulusu tamamen hakimiyet özü ötküzülüp, hakimiyet özü bir vasıta maaşı verse o vakti başkası olgan gibi. O dinni suiistemal qilish u Xitoyda emas, burun Yevropada bo'lgan ishlar uchun. Paris imperatorligi deymiz, mayli Vizantiya, Rim imperiyasi deyilamiz uchun. Hammasi shu dindan foydalangan. Bu yergi maqsad Allah faqat mushundaq dindan foydalanib sizlarni aldab ketadigan, bunda mollalar bo'lsin yoki hukumat bo'lsin yoki nima bo'lsin, poplar bo'lsin. Bununla aldanmanglar deb deyilgan gapda bu şu. Şoň bu o Garp döwletleri öz wagtynda şu çirkawny selewberip hem şu halykny paramparça qılıp, o mezhepni jykylygy aýda bolganda eken, bular andakin halky inqilabny qozgap, 1540-njy ýyl etrafynda başlapdyk şu wagtda. Şu wagtda özü başlangandan eken 150 ýyl dowam kılıp, bu ýerde halky bütünlei bu dinçiligiň özü aş hakimiyetin neticesi aciz halet düşkenden keyin akin bular to'xtagan. Keyingi hozirgi vaqtda ko'rsa, hozir hakimiyet sodiq bo'lgan odam shu nimaga pop bo'la oladi misol. Hozir mesela Uyg'urlar bek taraf ketib, qattiq dunyoning eng taqvo musulmonlari ular. Hozir xristianlarninki amalini qilib qolgan ishlatmayotgan chirkovlarni setib olib, dast qilyapmiz-da masalanchi. Elbette. Onun ismi Fethi. O şunda. Başta O öyle. Hollandaga vaqtida beşiktal meşit kirdi, qarasa türüfü setipdi. Çirkawnyň özüne. Hem de neme olmasın bir kapırının bir öz ibadethanesi azaydı dep özü hoşup ketdi. Çirkawny satqan adam hoşup ketdi de. Bir hurapilik çömüdüq aýatny qutuldyk dep hoş boldy da ular. Hemen Avrupalıklıma bizim yani Müslümanlar besip ketdi, İslam dini besip ketdi dep İslamofobiyni yeýişime paydası var çok. Elbette, elbette. Küzeyama tıkpıyımız buna. Çirkav hazır mescit bulap hazırçı. Mıyda o kitapta da dikkat kılınlar depçi. Şu. Şoňa ilki Peygamber Aleyhisselam'ın zamanıstaki, yani peygamberlerin zamanısında selingan mescidlerin rolü, hazırki selingan mescidlerin rolüga tamamen zıtçı. Bu mescidler insanlarını yaxşı tarafga yetekleydigan, insanlarını özü qutquzudigan, insanlar bilim öğütüdigan, ahlak öğütüdigan, mundaq bir merkez olgan. Meseleni hal kıladigan bir merkez olgan. Hem hazırki mescidler diyorsa hazırki mescidler insanlarni nadallaştırdigan, partilaydigan, hurapilaştırdigan, Çoraydigan. hiç qanday meseleni hal kılmaydigan, mesele payda kıldigan orunga aýlyp kaldy. Pulu ne? Iqtisady şoraydigan, şundaq bir orunga aýlyp kaldy. Şonuň üçin bu halky bizge ondan sonra meşitki anda bunun özü meşitki öşleyen gapını kılışmak mümkün. Lekin bu meşit özündeki rolünü yokatkan deken onunla öş buluşumuz lazım. Yani yani mescitte gepde endi mescitning Allah'ın uyi deydigan yani bir qalpıqı var hamda. Allah'ın uyi yok. Allah'ın bir makanı olduğundek. Allah öyle lazım emas. Ya neydi ismakı da tükenmez. Bundan bir gol çoğu adamın oğuyunu tuğak. 27 savabba ondan keyin. O bu dep çıkıp insanların putunu şu çalmaydigan narsalar. Mesela Allah'ınki İslam hakkında düşügen prensiplerini amelge aşırış için aşırılan merkez hem de. Mescid degençi aslında. Peygamber onun için o yerde o işini kılgan. Hem hazır diyorsa hazır onu amelge aşırış emas. Nemdistek olduktan hiç bir narsa okşat koymaydı hazır mescidki işlerini diyor. düşmanlikni yaydigan, mezhepçilikni yaydigan, kişilerni minisini yuydigan. Aşında yer desek hata olmaydı. Şu doğru. Hükümetin ketmeni çapıdigan bundan şu siyasi maksat için faydalanılan. Düşmanın ketmeni çapıdı zaten. O bizdeki şu
nima dema bütün iş buyurluqni Xitoyga ishlaydigan xoinlikning o'zini masjid imomlar qildigan gap. Shu masjidga kirgan odamning kimning yurigi va shu mahallada kim o'zi sal Xitoyga qarshi gap qildi, ashuni hamma tizimligi imom orqali saqchiga bordi. Doğru. Bizning bu yer bir o'sha nima bir og'inimiz degan tashning o'zini shunday Ben- ishlaygan. Gomundan vaqtida mana shular ketdi ku. Ben degemden birey, ben şu 96 yıl 3. yanlış Müslüman oldum. O çağda ben Vahabi vaktimde de. Şunu da ben daima Ürümçideki Abdülrahim Maksum Hacım'ın ki mescide yürüttük. Amin dep diyen, vakırısı diyen, yüreklerimiz diyen, bile titrep zaten. Maşallah. Yemin diyen, bu Evet. kudretlik bir din bu, heybet bu dep şu. He. Şuna koşup gittik de. Sahabeler mescide varsak, eğer ki Hüseyin Karacı bu amin demesen Allah anlaydı onu şu. Yemiş Allah vakıf presler. Şimdi okusan bunu da neydi değil mi şu? Aslında kalıp bu işki rahmet ülep gitti. Hüseyin Karacı bağdı. Aşı nimede durup hutbede durup birbirinden etişi düşüyor. Birbirinden düşüyordu. Ama lakin birlik sepki vakatçağında yığında üstlerde oturup eğer çırayla yığını anlap kildiğin gap değil mi şu? Elbette. Xitay faydalanışqa usta değil mi şu? Ama şu dapqa tushgan po'choqda o'ynaydigan gapda usulgandi. Doğru. Hayret. Mavu hecnin farz emaslik haqida bugungi nimaga bir tam uqdiqda. Yani hec qilish odatda biz odatlangan 5 turukning birisi deyilayotgan bu turukning mi? Xuddi namozning turukiga o'xshash saq turuk ekanligini desak, ma oyat vakinde mi masalan hecga aloqador? Bu oyatlarni qanday tushunamiz endi? Qasi. Masalan Ali İmran'ның 97. ayeti, Hec'nin 22'den 27'gacha bo'lgan ayeti. Müşki 3 ayetni aytibdi. Yo'q, u yerda haji qilish to'g'riliq oyat bo'lgan bo'lsa, xuddi namoz o'qinglar degan o'sha oyatlar. Namoz o'qinglar deganlikdan namoz o'qimasang gunohkor bo'lib ketsa, jahannam kirib ketsa degan gap chiqmaydi. Namoz o'qing, namozda insonlar nima qilgan ekan? Namozni o'qinglar, o'qigancha mandaq shaklda o'qinglar deb uning o'zini insonlarga bayon qiladi. Xuddi shunga o'xshash insonlar u yerda haji qilayotgan ekan, buning o'zini nimada nusuh deb ataydi bu arab nimasida nusuh deganning o'zi urf odat yoki nima deymiz ma turkcha nima deydi shuni Geleneksel deydi. ya nima shu urf odat degan urf odat kültür mi? Şu arablar davam burun tat qilib kelgan bir urf odat ishi bu-chu. Ham uni u yerda derhal taşlayanmagandan keyin buni qilgan vaqtda mandaq shaklda qilinglar deb buni faqatlanqi qilinadigan usulni o'zgartirib o'tdi. Uni burun masalan Lat Uzza to'g'riliq but qilgan bo'lsa, Qur'onda bor shu narsa. Şirik narsalarni chiqarib aytganda. Shirikni chiqarib o'tib, Alloh uchun qilinglar uni, Alloh rizoligi uchun qilinglar deb oyaga belgilab qo'ygan. Ammo u qilmagan odam uchun degan vaqtda kelar qatim so'zlaymiz uni. Vallohu g'aniyun hamid deydi. Qilmagan odamga Allohning hojati yo'q deganing o'zi, uni qilmasang hech qanday uni gunohi yo'q. Qilmasang qilma. Va lekin qilgan vaqtda men mandaq narsalar qildim. Nurg'un narsalar bor Qur'onda. Qilish to'g'riliq oyat bo'lsa-mu, lekin uni qilganda qilmagan yaxshi degan ma'noni chiqargan oyatlar bor-da. Chunki sen buni mandaq qilyapsa, bunda qilganini qilma. Agar qila olsang men ma'ni qil deydi-da Qur'onda. Cho'ngalqi kelar qatimda hammasi chiqdimi shu nimaniki haji qilish hajniki masalan nima deymiz ehromdan tortib shu qartashni suyishni tortib hamma narsani shu vaqtda bir qurdan deb o'timiz shu qo'limda mana sharoqa hamma narsa bor. Unda olsa ma bugungi temidan yangi kirib ketgan mecbur qoldi ekanmiz. Albatta shu. Men bugungi shu Mescid-i Haram bilan Haram oylarga aloqador mazmunlar asosan yoritilib bo'lgan bo'pti hozir. Hecning bayonlari va hecning aloqalarimizni masalan haj bayiti aloqador mazmunni oldimizga program qildingiz. Bo'ldi. Mayli. Men bir narsani
Xo'sh. O'sha bugun nihoyat yaxshi gaplar bo'lindi. Shunga aloqador bir ikki pula she'r o'qib o'tayman. Yo'l qo'ysam Adil To'niyazning uchun. Beşini okumayman, ayağını okuyman. Meyli tur Parij'nin güzeli bilen, yanına üzünün emestek külken, esleysen nem kılıp kolyaklıkını, vatanda derdin mi üzünün derdi. Vatanda yığan mı öz tilin bilen. Milyonur bob ketkin bari bir yerlik, kalender aldıda bir kepen mi yok. Her kim bakalaydı küzünge soğuk. Meyli sen şarap iç altın kadehte, bir küpük çıksıla üstüge leylep, okusam yazılgan vatan degen xat. Berlin asmında körüsen her keç, cimiki yıldızdan Uygur küzünü. Mukaddes büyü Meryem çirkavi, körüner sen ösken tar koçudaki, bir küçük bir mescitte Uygur'un salgan. Hech qilib Makkaga barsang mubada, tuyular yurtungda qolgandek xudo. Mubada do'zaxda bo'lsinmi vatan, mangu bir muhojir jannat kimu sen. Vatan, vatan. Chiroyliqdir hamma narsasi, chiroyliq uning qayg'usimi ham. Güherdir, almadır, xushbiroq guldir. Vatan dalısıda körgen toğun tezek, Eysadır, Musadır, yurtun ademi, yat yurtu tıkkan mı tuyulmaz dostek. Vatanda bir natunuş bala yugurip ötken bolsa aldыңdın, 100 yılda mı çıkmaz yadыңdın. Tillap solgan bolsa ilgiri, öz elinde, öz tilinde, öz tapalmaysan dünyada hazır, şu tildimi güzelrek bir söz. Adil To'niyaz'dan Kaşgar'daki yer şari. Evet, güzel şiir ekan. He. Şu Bizga bunda she'rlarni o'qigan vaqtimizda bu xatolashib ketgan ozg'un gapni qilib qolibdi deydigan narsalar kelib oladi-ku. Ya'ni hazm qilolmadik bu gaplarni. Şu. Ma dinning Qur'on manbalik tushunchasi qaytib chiqqandan keyin nima ekanligini, nimaning shakli, nimaning mohiyat ekanligini bir qarab toniy oladigan, ma bu urgan palta ma ko'takning mayerga kelibdi ekan deyadigan bir nima shakllanibdi-da odamda. Burun nechqa o'qigan bo'lsam, manda tamomlagan bugun boshqa ya qayta o'qishib bir nimam keldi hozir buyoqqa. Benim ha, Ezdeyse Alkün ma, bunda bir kitap çıkarıp diken Uygurların şiiri doğrulukçu. Yaxşı görünmeye kaldı. Tüngen aş Karacım'ın üyüge çakırgandı şeye gitip etip, poyuzda aşı şiirini tep okudum şu. İngilizcesine. Bir yerde 100 tane şiir var İngilizce. Acayip nıkıp kettim hem de şu. Başkası oldu. Bir gün şuna. Şunun için bu yerdeki şu Kur'an'daki hazır biz Mescid-i Haram bilen haram aylar doğru toxtaldık ama buniki bizniki Uygur milletiga aşı maxsus aşı o'rinni, aşı Araplarni aşı Arapqa eynini merkezleştirganlik uchun sağan ziyonliki biz topgan ziyonning qanchalik eg'ir ekanligini his qilishimiz lozim. Qur'ondagi aşı mazmuniga butun 25 payg'ambarni misol oldik. Aşı mazmunga biz Qur'ondagi haj qilish faoliyatlarini tatbiq qilgan vaqtida bizniki o'zimizning muqaddas yerlarimizni ziyorat qilish biz uchun nihoyat yaxshi bir ish ekanligini Qur'on ochiq bayon qilyapti degan. Yani her milletin o'ziniki muqaddas narsalari bor. O'zini millat esidan chiqarmaslik bu nihoyat muhim bir ish ekanligini o'zini bildirgan gap. Chunki insonlar boshqa insonlar bilan o'zining barobarligini vujudga chiqarish kerak. Biz uning uchun kurash qilmasak, davomli o'z ostida turavergan gap. Uning uchun o'z barobarlikni vujudga chiqarish uchun o'zimizniki milliy kimlik doirasidagi munosabatli narsalarni nihoyat ching turishimiz, uning uchun kurash qilishimiz, vatanni, millatni nihoyat o'zi hech qanday bir vatan, hech qanday bir millatning vatanidan, millatidan kam emasligini his qilishimiz nihoyat yaxshi bir narsa. Qur'on mana shuni bizga eslatadi.
Aş dinni yaxşı düşengenlerinin bazılarından bir şiirlerde bir misra isim geldi hazır. Ayak astımdaki tupurak mukaddes secdegahimdir degan bir misra. Gel kılmış. Biladigan adamlar çıkışı ne kıldı onu Vay tamam. vay vay vay. Yani aşındakin. Abdullah Hayır. Birinalqı biri eğer Bersimi vatan kişenme cennet kişenmemesinin vatan degan. Yelqi şiirine sil degandek men beşida anılganda vatanda anılgan vaqtida hatta sirqi chiqibmichu kallada yeshilmay mas yurgan vaqtlarimizda shu ananli videonlarimiz bilan. Nauzubillah deb yoqamizni tishlaydichu. Yani izki tuta deydik. Endi hozir endi qanday holat o'qib o'tibdi desa uni o'zgartib jannatni chiqarib etib boshqa bir narsa deb aytibdi. Rahat dedim filmdeydik. He, rahat deydi. Shunga majbur bo'libdi-da endi. He, aşına aşı mollalar aşı eyipler yürüp aşına mecbur kıptı o. Olmasa bir sıman bəsimi cennet keçelemeyimsin da vatan degan top doğru gap de o. Biz Ya bu bu dünyada ustiga- özümüzün cennetini yaratammasak, bu dünyada Evet. qandaq cennet kiremiz misal? Hem onun ustiga tashviqotning hammasi nima desa agar sen vatanni deb bir ish qilsang jahannamga kirasan deb tashviq qiladi. He, top doğru. Haqning mingisi yo'liqliq. Qanday bo'lgandiki ashuna deganligimiz uchun hozir Xitoy hukumati ashuni majbur qilib o'zgartirdi. Va Evet. jannat jahannam degan gapni tart hozirchi. Dinsiz bo'l. O'sha o'zingninki bizning gapimizni anglaysan deb. Yani vatan bombaga dinmi bombada ahir demek. Shu. Şu aşının muhimliğini düşüngenlik için Kur'an'da bizge tavsiye kılgan, yani başkuruşni ügetken, alayda küç çıkargan mezmunun birisi vatanını kanda başkuruş ki ne? He. O Kur'an tamamen de devlet başkuruş, bir Devlet cemiyet başkuruş. başkuruşuna göstermez mi o? İşte. Fakat ibadet demez bu. İbadet diyen işkital neyse. Şundakine. Yani muşunun muhimliği ne? Bilgelik için insaniyetke kançılık muhim ekanligini. Bunu ne için tutkanken? Doğru. Oldu rahmet. Men çekindim işkala kaldı. Men shu she'rni o'qigan Batur she'rini o'qidim. Rahmat ustoz. Shu so'zlagan darslari hozir hamda eng muhim bo'lgan narsaning nima ekanligini o'rtaga chiqardik men uchun. Buni shu o'zimizda bilim bo'lmasa, Qur'oniy bir tushuncha bo'lmagan vaqtida boshqalar aldab bizni uchun har qanday yerga bunimizga chulik o'tkazib, ash to'paqni ep mangandek aynan mangalaydi. Pilnima kichikina bir jip bilan hamma yerga so'rab mangalaydigan gap. Doğru. Shunga Qur'onni obdan o'qisak, yaxshi o'rgansak, bu din deb bizga yuturayotgan narsalarningki nimaninki Allohning so'zi, nimaning emasligini obdan bilsak, inshaalloh texmi oz qurbonlik bilan, behuda qurbonlik bilan saqlanishga foydasi bor. Şunu so'zlayapmiz. Endi bu yerda bu gapni qilsak, ustoz hargizmi Muhammed Aleyhisselamga dushmanlik tashviq qilgan yerimiz yo'q bu yerda shu. Elbette. Biz shu Muhammed Aleyhisselamning elchilik vazifasi bilan yetkazgan shu Qur'onni tashlab etmayli, chin eslayli, hatto qiyomatda Allohning oldida mening ummatim Qur'onni tark etdi yoki shu Qur'onni e'tiborsizlashtirib qo'ydi deb Allohga shikoyat qiladi. Shundami ya? Biz Qur'onni tashlab qo'ymayli deb shuni o'tirishyapmiz. Buni to'g'ri tushunsa bo'ladi, qarindoshlar. Rahmat ustoz. Oldu. Kelar qatim inshaalloh shu hajning farz yoki emas yoki nima to'g'riliq Qur'onda nima asos bor? Shu to'g'ri. Ben hazır yollap koydum. Ben müştahurluk toxtulumuz. Həcc fəaliyyətləri həqiqət toxtulumuz. Tamam. İnşallah. Boldu İnşallah. vaqtda. Oldu rahmet. Allah'a 98-sında emanet. həcc fəaliyyətləri to'g'risida ko'rishimiz. O'chaqqicha savollaringlar bo'lsa, tayyorlab bizga ivatsanglar biz ustozga yetkazamiz. Rahmat. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.